Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrlik Qur'ondan nazar programmasiniki ko'rmanlari, hammalarniki mushu vaqti va buningki vaqt xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum ustoz, qanday yaxshimi? Rahmatulloh. Xudoga shukr. Fidoyi qarindishimiz yosh tug'anda. Bugungi Qur'ondan nazar programmamizniki cho'ng temasi, mavzusi haq va botil. Buningda biz endi nimani haq deymiz? O nereden keladi? Haqning o'lchimi qandoq belgilanadi? Nahaqchilik nimaga tayindi? Haq qo'llanishga muhtojmi? Haq bilan kuchning munosabati qandoq? Nahaqchilikning manbasi nima? Uni hal qilishning chorasi nima? Haq va botil degan hukmlar din nuqtasidan, ya'ni bizning Qur'on markazlik din nuqtasidan qandoq ma'nolarga ega, botillarning sifati, alomati, natijasi va oqibati qandoq bo'ladi? Nima uchun haq bilan botil orasida tanlashga muhtoj bo'lamiz? Haq bilan botil masalasida bizning qandoq majburiyatlarimiz, mas'uliyatlarimiz bor? Uni ado qilishga kuchimiz yetmesi uchun mas'uliyat nuqtasidan qochqili bo'lmaydigan taraflari qaysilar degandek, shundoq savollar tariqasida shu haq va botil degan temani bizga bir Qur'ondan nazar tashlab, bizga bir ochiqlab bergan bo'lsalar ustoz. Bo'ldi. Assalomu alaykum, dunyoning haqqas joylari hurmatli qarindoshlar. Hammalarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Bu o'zi ko'p tarafga chetildigan, uning manbasi ko'p o'zi tarafdan keladigan shundoq bir mavzu, haq va botil masalasi. Endi bu nimada programmada buni tamamen hamma tarafdan so'zlab bo'lish biroz qiyin. Buniki asosli prinsiplarini o'tirib qo'ysak, har inson o'ziniki har sohadagi qilgan ishi qarta o'ziniki shu tushunchasiga asoslanib turib, o'zini qilayotgan ishi, qilgan gap shuning o'zini shu Qur'on ko'rsatgan o'zi usulda o'lchib olsa, o'zi qaysi yo'lda menib o'tibdi, qaysi narsani tutib o'tibdi, haq tarafda turib o'tibdimi yoki botil tarafda turib o'tdimi deganga o'xshash shunda o'zi har odam Qur'ondagi shu prinsipni sevib turib, o'ziniki maydonini va qilgan ish so'z harakatlarini o'zini e'tiqodini shu o'lcham bo'yicha o'lchib olsa bo'ladi endi. O'zida endi haq, haqiqat degan shundoq o'z nurg'un nimada bor endi bu lug'at kitoblarda. Endi haq degan so'zni asosan Qur'oni Karimda bir narsaga eng muvofiq berilgan javob yoki eng muvofiq shu qilgan ish yoki harakatlarga eng muvofiq holatda kelgan bir natija. Ya'ni o'zi biz bir ishni qilgan bo'lsak, qanday qilsak mayli yo to'g'ri ishni qildik yoki xato ishni qildik, qilgan bo'lsak, oxirisida bizniki erishgan natijamiz shu qilgan ishimizga eng to'g'ri kelgan bir natija bo'lib hisoblanadi. Natija bo'ladi. Buning o'zi haq bo'lgan bo'ladi degan bo'ldi. Qur'oni Karimda bu haqda nurg'unlagan oyatlar bor. Misol kofirlarni jahannam jin bilan insonlarning ichidan shundoq o'zi kofir bo'lganlar bilan jahannam to'shqizma degan so'zim haq bo'ldi degan shundoq oyatlar bor Qur'onda. Bu qanday haq bo'ladi endi o'shani o'zi degan vaqtda shularning qilgan ishlarining hammasining oxirgi natijasi jahannam kirishga
haqliq bo'ldi degan gap. Ya'ni bu yig'ib aytgan vaqtida, shu lug'at ma'nosini aytgan vaqtida bir odam bir tijoratni qilib, uningda ziyon tortgan bo'lsa, u odam o'zi jamiyatni tekshirmay, o'ziniki qilgan ishiniki qanchalik to'g'ri qildi, qanchalik xato qildi, ashuni tekshirish kerak degan gap. Agar u shu yerda ziyon tortgan bo'lsa, u ziyon tortish mutlaqo u odamniki qilgan ishidagi xatolik bilan munosabatli degan bo'ldi. Şu Qur'onda o haq kelimesini Allah Taala bizga tasvirlagan vaqtida uni o'zimizniki qilgan ishiniki oxirgi xulosasi yoki natija sifatida mana sen ishingni to'g'ri qilding, bu to'g'ri ishniki natijasi mana mushu seniki o'zi qilgan ishingniki haq bo'lgan, eng muvofiq kelgan natija mana mushu deb uniki natijasini bayon qildiganligi. Yani Qur'oni Karim zaten bor. Yaxshi ish qilgan odamniki oxiridagi natijasini Alloh taolo hisob qilib, bu odam to'g'ri yo'lda mangan bo'lsa, uniki oxiridagi natija, uniki mangan yo'lniki to'g'ri bo'lganligini ifodalaydiganligi va u natijaniki shu odamning qilgan ishiga eng muvofiq holatda bir o'zi xulos sifatida qo'lga kelganligining o'zini bayon qildi. Qur'onda buningda nurg'unlagan oyatlar borki, men bek jiq olmadim. Chunki bu programmamizni burun 2 soatni eshib ketyapti. Amalning berchi 1 soat bo'lmasa 1,5 soatni oshirib o'tmaydi degan umidim bor. Shuningga o'zimizni zerikib boshqa odamlarni zeriktirib o'tmaydi deymizda. Baqara surasidagi 42-oyatida Estaizu billah ve la telbisul haqqa bil batili ve tektumul haqqa ve entum ta'lemun degan oyatlar. Yani şu Baqara surasidagi 121-oyatida ellezina ataynahumul kitabe yetlunehu haqqa tilavatihi ulaika yu'minuna bihi ve men yekfur bihi fe ulaikumul khasirun degan oyatlar var. Bu haq deganni hamda alamat o'zi bir Allah Taala bunu bu Qur'onda bayon qilishda ajoyib hamda o'rnida bir inson hayron qoladigan darajada bundaq bir o'rinda qo'ygan buni. Ya'ni haqni botil narsani yepib, u narsaning o'zini haq ko'rsatmanglar. Bilib turib deydi-da Alloh Taala. Shu botil ekanligini bilib turib, o botilning to'pisini haq bilan pardozlab, bizda bir gap bor. Tezekning ustini oltin bilan o'zi pardozlab, uning o'zini oltin ko'rsatish. Yoki bo'lmaydi, odatdagi bir xil maqol tamsildimi? Qo'riq ko'rsatib, o'pka sotadigan degan bir gap bor. Ashning qo'sh qiliqni qilmanglar degan bo'ldi. Bu yer nima degan vaqtda, uning oxirisi nima bo'ldi shu vaqtda degan vaqtda, sizlar haqni botil bilan yepib, u vaqtda o'zi ishni ashundaq o'zi xato etmangan vaqtingizda, uning oxirisi o'zingning ziyon tortish bilan xulosalandi. O vaqt nima bo'ldi desa, u haqdan og'rinmay yoki Xudodan og'rinmay, o'zingniki qilgan ishni ichidagi hilimikir yoki yolg'onchilik, kazzoblikning o'zini tekshirang degan bo'ldi. Ya'ni Qur'onda boshqa bir oyatlar bor. Sizlar o'zi haqning ustida, to'g'rining ustida bo'lgan muddatning ichida botil yo'lda ketayotganlar sizlarga ziyon yetkazolmaydi degan sura Nurda shunday bir oyat bor. Bu nima degan bo'ldi desa, to'g'ri yo'l haq yo'l. Haq yo'lda ketayotgan insonlar o'ziniki to'g'ri yo'lda ketayotganligini his qilgan vaqtida u botil yo'ldagi ketayotgan, xato yo'lda ketayotgan insonlar uningga ziyon yetkazolmaydiganligini, chunki yo'l to'g'ri bo'lsa, uningga hech qanday bir odam o'zi nima qilmagan. Bizda malqi bir gap bor-ku. Yo'ldan chiqma, xondan qo'rqma degan bir gap bor-da. To'g'ri yo'ldan chiqmaslik, to'g'ri yo'lda mangandan keyin o odam har qanday bir odamdan qo'rqishga hech qanday hojat yo'q degan gap. Ma ikkinchi oyatning o'zidami ellezina ataynahumul kitabe yetlunehu haqqa tilavatihi ulaika yu'minuna bihi degan bir xulosa bor-da. Biz bergan kitobni, o kitobni niki haqqi bilan tilovat qilsa, o'qisa, o odam cho'qim uningga ishonadi deydi-da. Bu qandoq o'zi go'zal bir o'zi bir bizga keltirgan bir oyat deyman-da. Yani bir odam Qur'oni Karimni
haqiqiy shaklda ashning haqqini berib turib, bu nima degan bo'ldi desa, uning ichidagi ma'no, maqsadini yaxshi tushunib turib, ashundoq o'qisa, cho'qim u Qur'onga ishindi u odam deydi. Bu ajoyib endi bir oyatlarda misol. Ya'ni bir odam Qur'onning o'zini haqiqiy shaklda, uniki ma'no, maqsadlarini tushunishni maqsad qilib, har sohadan ashniki bir yer tushunamiz, yana bir yerni izlanib turib, ashundoq tushunish orqali o'qisa, u Qur'onda inson ishonmaydigan bir narsa aslo mumkin emas. Chunki bu haq bir so'z. Haq so'zniki yana bir tarafi nima degan vaqtda haq so'z degan bu kelima insoniyatniki amaliy ahvoliga uyg'un. İnsonniki amaliy hayotidagi problem yana o'z masalalarning o'zini hal qilish xususiyatiga ega. Bunda holatdagi bir narsani haq deymiz misol. Yana Qur'oni Karimda bir oyat bor, sura Isroda va bil haqqi anzalnahu va bil haqqi nazal degan. Va bil haqqi anzalnahu va bil haqqi nazal degan so'zning o'zi, jumlaning o'zi Qur'oni Karimni biz amaliyatning o'zini hal qilgan bir usul bilan tushundik. U Qur'oni Karim ham amaliyatga uyg'un tushdi deydi. Yani Alloh taolo deyapti, men uni amaliyatga uyg'un, insoniyatning hayotiga, butun o'z ish harakatlariga uyg'un holatda, shu masalaga uyg'un holatda tushundim. Shuning uchun u Qur'oni Karim nima qiladi desa, insoniyatniki amaliyatda bo'layotgan ishlarni hal qiladi. Shu hal qilish maqsadida tushundim deydi. Bu oyatning o'zida. Yani bu haq degan gapniki yana bir ma'nosi nima bo'ldi shu vaqtda bütün o'zi amaliy, yani mush amaliyatda jamiyat bo'layotgan ishlarga, amaliy ishlarga uyg'un keladigan narsaning o'zini haq, haqiqat deb qaraydi Qur'on. Haqiqatan amaliyat bo'layotgan narsa degan gap. Ama o amaliyat bo'layotgan narsa, mayli xato bo'layotgan narsa olsun, mayli to'g'ri bo'layotgan narsa olsun, u bo'lgan narsa amaliyat bo'layotgan narsa bo'ladi. Shu vaqtda to'g'ri bo'lgan bo'lsa, uning o'zi qanday bo'ldi desa, Alloh taolo nima u inson dunyoda yaxshi natijalarga erishadi. U to'g'ri qilgan ishniki haqqi yaxshi natijaga erishtirish oxirlashadi. Agar u xato bir ishni qilgan bo'lsa, u insonniki oldigan haqqi o yer nima, erishilgan haqqi nima degan vaqtda ziyon bilan, ya'ni ziyonga erishadi, ziyon bilan oxirlashadi u ish. Uning haq bo'lgan narsa, to'g'ri kelgan narsa ziyon degan gap. Uning uchun bu yerda haq borasida kelgan vaqtida masalan Qur'onda bu insonlarning jannat kirishi haq bo'ldi. Qur'onda nurg'un yerda shunday oyatlar bor. Nima ish haq bo'ladi desa, u qilgan ishi jannat kirgidek bir holatdagi bir ishni qilganligi uchun u jannat kirish u odamning haqqi bo'lib hisoblanadigan gap. Yani bir yerda ko'rgan vaqtda biz o odamning o'zini Qur'on bayatni deganga o'xshash, misol o odamniki biz mushu jin va insonlarning ichidan mush odamlarga jannat, jahannam to'shqizma degan so'zning o'zi haq bo'ldi deydi Alloh taolo. U nima degan bo'ldi desa, bu odamlarning qilgan ishining natijasiga jahannamni berish yoki bu odamni jahannamga selish bu o odamniki haq bo'lib hisoblandi. Bundan biz nimani bilib olaymiz degan vaqtda qiyomat kunsi Alloh taolo bizga jazolaydi, mukofotlaydi deb andaq Qur'ondagi masalan yaxshi ish qilgan odamlarni qiyomat kunsi Alloh taolo jannatdan mukofotlaydi, yomon ish qilgan odamlarni jahannam bilan jazolaydi deymiz. Aslida bu jazo mukofot masalasi emas bu. Birinchi masala bu emas. U nima degan vaqtda bu odamlarning qilgan ishi to'g'ri bo'lganligi uchun u odamniki oldigan haqqi, erishilgan haqqi nima degan vaqtda jannat degan gap. U yana bir turli odamlarning qilgan ishi shunday yomon bo'lganligi uchun u odamlarning qilgan ishi degan vaqtda jahannam shu odamning haqqi bo'lgan gap. Qur'onniki mana shu haq botil masalasi kelgan vaqtda mana Qur'on shunda xulosalaydi. O adam şu onun için kıyamet günü insanlar arasında şefaat kılış çeklengen. Şefaat çeklengen. Ne için diye vaqtida bir taraftan
Bayaqı degandek misal bir jinoyatchi jinoyatini tortish u jinoyatchining haqqi. Misalda u jinoyatchiniki haqqi bo'lgan narsaning o'zini u yerda tortqizmay, uning o'zini u jannatga kirib olsa, agar haqiqiy shaklda uni surishtirgan vaqtda u odamni haqqidan mahrum qolg'izgan bo'ladi degan bo'ldi. Alloh taolo u yerda u jinoyatchiniki haqqini, ya'ni qilgan ishiniki haqqini beryapti u yerda. Bir odam bir yerga berib, misolda men zahar olaman desa, o odamga zaharni berish, ya'ni o'zi agar shu zahar bo'lsa, pulsiz qarta zaharni bersa, u odamniki pulsiz qarta haqqini bergan bo'ldi misolda. O odam niyat ashunda bo'lgandan keyin. Bir yerga berma hasal olaman desa, u odamniki pulsiz loyiq holatda hasalni bersa, u odamniki haqqini bergan bo'ldi odatda. Xuddi shunga o'xshash qilgan ishi yomon bo'lsa bu dunyoda, u odamniki erishilgan haqqi nima degan vaqtda yomon oqibat bo'ladi. O yomon oqibat u odamniki ishiga kelgan bir o'zi haqqi bo'lib hisoblandi. Uning uchun o bir shafoatchining o'zi qo'pib, uning shafoat qilib, "Meni urug' tuqqunimda yoki meni agash kuchimda, yo mening ummatimda" deganga o'xshash, ashundaq o'zi banoli bilan uning o'zi shafoat qilib chiqarib olmadi desa, u yerda u jinoyatchiga zulm qilgan bo'ldi degan gap. Haqiqatni buzib, jinoyatchining elishib tegishlik haqqini ziyon uchratgan bo'ldi uning o'zi. Uning uchun bu yerda bu haq masalasi mana shundaq o'zi mantiq jihatdan, falsafa jihatdan uning o'zini so'zlagan vaqtda Qur'oni Karimning zaten har bir o'zi prinsipi mantiq ustiga, falsafa ustiga qurilgan bir o'zi ajoyib o'zi bir nima hamda kitob. Uning uchun bu yerdagi narsa nima desa, haq botil degan masala kelgan vaqtida mana haq shundaq bir narsa. Yana Sura Baqaraning 147-oyatda "El-haqqu min robbika fala takunanna minal mumtarin" deydi. Bu nima degan bo'ldi desa, haq sening Rabbingdan berildigan narsa. Buni hech qanday ikkilanmasan deydi. Bu ikki xil ma'no keldi bu yerga haq. Birisi Qur'oni Karimga to'g'ri keldi. Qur'oni Karim sening Parvardigoringdan berilgan bir kitob. Uning uchun buning ishonishda hech qanday sen ikkilanma degan gap bo'ldi. Bu ishonsan bo'larmi, bo'lmasmi deb sen uning undaq ikkilanib yurishga hech qanday hojat yo'q. Chunki sening Rabbing bergan narsa hech bir zaman seni ziyon tortqizadigan, seni halok qiladigan bir yo'lga olmaydi. Uning uchun buni hech ikkilanmasdan uni o'zini qabul qilsang, to'g'ri narsani qabul qilgan bo'lsa degan bo'ldi. Ikkinchi ma'nosi degan vaqtda "El-haqqu min robbika fala takunanna minal mumtarin" degandan keyin yana bir o'zi oxirat keladigan ma'nosiga kelgan vaqtida oxiratda har bir insonga Alloh taolo u insonning qilgan ishiga loyiq holatda haq berdiganligiga, xato ish qilgan bo'lsa xato ishiga loyiq, to'g'ri ish qilgan bo'lsa to'g'ri ishiga loyiq haq berishida hech qanday shubhi bo'lmasligining o'zini Alloh taolo bu yerda bizga tushuntirdi. Bu yerda o'zi boshqa so'rlardan bor, misol "Faman ya'mal misqala zarratin khayran yara va man ya'mal misqala zarratin sharran yara" degan oyatlar bor. Bu nimani bildirdi desa, inson dunyoda zarrachilik yaxshi ishni qilgan bo'lsa, qiyomatda uniki zarrachilik yaxshi o'zi tarafini ko'radi. Zarrachilik yomon ishni qilgan bo'lsa, uniki zarrachilik o'zi yomon natijasini ko'radi. Ya'ni uni haqqini oladi u yerda degan gap hamda. Hech bir insonniki bu dunyoda qilgan ishi u dunyoda Allohning oldida u netinchisiz qolmaydi. Ya yaxshi netinchi oladi yoki yomon netinchi oladi. Va mallahu bizallamil abid degan o'zi nurg'un oyatlar bor. Bu nima degan bo'ldi desa, Alloh taolo bandalarga hech qanday zulm qilmaydi. Chunki inson u yerga dunyoda o'zi Qur'ondan iborat bu kitobni o'zi avatib, uningdagi mana mush yo'lchi manglar deb insonlarga buni o'zini buyurgandan keyin buni ko'rsatgan yo'lchi mangmagandan keyin, mangalni mengib, mangmagandan keyin mangallarning oldiga haqqi mangallikqa loyiq holatda
yaxshi natijalarni oladi, u uning haqqi bo'ladi va yomon ish qilganlarniki haqqi bo'lsa, shu qilgan yomon ishiga loyiq narsani elish uning haqqi bo'ladi. U vaqtda Alloh taolo hech bir zaman uningga zulm qilgan bo'lmaydi. Chunki haqqini bergan bo'ldi u. Bir rivoyat var. Rivoyatni qo'shib qo'yaylik ancha-muncha. Bir narsa var-da. İnsonda Alloh taolo o'zi buyurgan ishlarni qilgan bo'lsa, Alloh taolo ko'rsatgan yo'lda menib buyurgan ishlarni qilgan bo'lsa, nim qilgan bo'ldi desa, Allohniki bu o'zi ko'rsatgan yo'lga qarata haqqini bergan bo'ldi. Endi u insonniki Allohning ustidagi haqqi nim bo'ladi degan vaqtda qiyomat kuni uning o'zini jannat bilan mukofotlantirish yoki jannatni berish u insonniki haqqi bo'ladi degan bir rivoyat bor-da. Mana shu oyatning mazmuniga to'g'ri keldi. Bizniki odatdagi maqol tamsillarimizda bor, ishlaganlik bor-da. İşligan so'zi, sen ishlasan, ya'ni yaxshi ishni qilsang, yaxshi natijaga erishsan. Uni ta'tirsiga o'rsak bo'ldi, yomon ish qilsang, yomon natijaga erishsan. Hech qanday u yerda qilgan ishing zarrachilik, boy deganki oyatning mazmuniga asosan qilgan ishingdan zarrachilik yaxshi yomon ishing bekorga ketmaydi. Hammasi zaten o'zi yozilgan daftarga yozilib turdi. U qiyomat kuni uning qarta uniki loyiq holatda uning javobi berildi. Onun için insanlar kıyamet günüsü özü Allah'ın aldıda mağmağız nahak gitip ketdi deydigan undaq iş qandaq bir narsa bo'lmaydi. Nima qilgan vaqtda inson dunyoda aşının uchun harakat qildi. Aşı narsaga erishish uchun harakat qilgan bo'ldi. Alloh taolo erishgan narsani, erishadigan natijasining o'zini u inson qiyomat kunida bergan bo'ladi. Hech bir zaman uningga zulm qilgan bo'lmaydi. Shuning uchun bu haqqini olgan bo'ladi mana shu aytgan vaqtida. Endi din, Allohniki dini endi islom dinidan iborat. Bu dinning o'zi nima degan vaqtida din insoniyatga shunday to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan shunday bir narsa. Eğer o'zi bu shu din orqali insonlar mangan vaqtida u qandoq o'zi natijalarga erishadi, bu dinni Alloh taolo nima deb ataydi degan vaqtida shu Sura Moidaning 3-oyatida "Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakumul islom dina" degan bir oyat var misalda. Bu yerda ne'mat, men bergan insonlarga bergan bir ne'mat deydi buning o'zini. Allah'niki insanlığa bergen bir nimeti, mükemmel qilib bergen bir nimeti, insanlarniki eğer her bir insan o'ziniki e'tiqodi, qilgan ish harakatları, yani söz harakatları, bu narsaning hammasini Qur'oni Karimdagi e'tiqod sohasidagi, so'zni so'z sohasidagi, harakatlarni harakat sohasidagi prinsiplarga solgan vaqtida o'zi qandoq e'tiqod ekan va qaysi so'zlarni qilibdi, qandoq harakatlarni qilibdi, uning hammasiga o'zi baho bera oladi misol. Baho berib, men to'g'ri o'zi e'tiqod turib o'tibdimi yoki xato e'tiqod ekanmi? Yoki to'g'ri so'zlarni qilibdimi yo xato so'zni qilibdimi? Yoki to'g'ri harakat qilibdimi yoki xato harakat qilibdimi deb Qur'oni Karimdagi nizomlarga asoslanib turib, o'zining qilgan ish harakatlarining o'zini u yerda xulos chiqara oladi. Mo'shu xulos chiqara oladigan darajadagi bundaq bir kitob nima degan vaqtda Alloh taolo tarafdan insoniyatga berilgan eng yaxshi bir ne'mat deb hisoblanadi. O Alloh taolaning bundaq o'zi yaxshi bir ne'matning o'zini insonlarning qabul qilmasligi bu Alloh taologa bo'lgan bir tuzkorlik deb hisoblanadi. Agar o'zi bu ne'matni qabul qilgan bo'lsa, buning o'zini joyida o'zi ijro qilmasligi, joyida yetkazmasligi buning o'zi ham Alloh taologa o'zi tuzkorlik qilgan bo'ladi. Yo'q Alloh taolo Qur'onda Zuha surasida deydi va amma bi ni'mati robbika fahaddis. Yana insonlar haqni qabul qilish, haqni e'tirof, haqni o'zi bilish bir masala, uni qabul qilish
e'tiqodiga singdirish bu ikkinchi bir masala. E, Uningdagi uni so'zlash, uning amal qilish bu uningdan o'zi yuksak bir darajadagi bir cho'ng bir uchinchi bir masala yani. İnsan haqni o'qish, uni bilish masalasi bu jiq odamlar uni qila oladi. Ammo uni e'tiqodiga singdirib, uningga amal qilish masalasi bu nihoyatda ikkinchi cho'ng bir masala. Uchinchisi degan vaqtda uning amal qilishning sirtida boshqa insonlarga yetkazish misolda, o haqning o'zini. Boshqa insonlarga so'zlash buning o'zimi nihoyatda o'zi uningdan cho'ng masala. Onun için bu yerda Allah sura duhanın özüde sen Allah bergen yani senin Rabbin bergen nimetni sen sözle deydi de. Sözle degenin özü yani peygamber ve aşını bilgen bütün özü bilgen insanlarga mayli o hayatı şunu o'qib bilsin yoki keyin o'zi o'qish jihatda yoki shunday unutgan holatda bilsinmi aşının özünü sözleş bu insandaki üstündeki vazife bu hesaplandı. Onun da hem müstehkem turalışının özü hem onun da çok bir vazife bu hesaplandı. Yani hak ondak belki onay bir narsa emas. Onunki nayeti çok xatarları var, çok özü insanlığa keldiğen hakaretleri var. Misal hazır mı şu Kur'an'ı sözlep ketyapmiz. Bu sahada insan tilga og'siz holatda haqoratlarni anglayapmiz. Haqorat qilmayotgan qarindoshlarimiz bor, ulardan Alloh rozi bo'lsin. Tilga oldim Alloh rozi bo'lsin endi. U boshqa nima deymiz? Bir kunsa o'zi Alloh bir insof bersa Alloh taologa insof beriklik zaten. Bir kunsa o'ngchilik qilishga ko'zimiz yetiklik uning uchun ularga Alloh rahmat qilsin. Ama bir savol sormasam bulamdi. Bo'ldi. Masalan, bir odam haqni tunib yetdi. Undan keyin bu haqni yetkazishga tirishdi-chu, masalanchi. Ana boshqalar deydiki, sen tamam, sen bu Qur'onni o kadar tushunib 1400 yil yanqisi bilmagan olimni sen bilib ketdingmi? Sen shundoq ya biyaninki universitetninki bilmasi bo'lmay, yoki biz Qur'onning hamma narsaga sen to'liq ijro qilib bo'lib, onundan kamolat yetgandiki yetkazmamsa degandek manda gaplar bor. Bunga biz qanday muomala qilishimiz kerak? Bu gap to'g'rimi? Endi buning o'zini sal bilib ketdingmi? Shuncha ular jiq olimlar tutsa, ular hech nim demagan tutsa degan bu intayin xato narsa. Bu narsa zaten bu bizning zamonimizda bo'layotgan narsa emas. Payg'ambar alayhissalom bütün payg'ambarlarning zamonida bo'lgan ishlar Payg'ambar alayhissalomning zamonida odatda sal deyotamiz buning o'zini sal bilib ketdingmi? Bizning ota-bobamiz hech narsa bilmamdi degandek unda sen o nurg'un haqoratlar shu vaqtda bo'lgan. Balki bir odam haqni so'zlasa, uning o'zini e'tirof qilish masalasi oyat qilib qolsin. Kimning so'zlashi hozirgi vaqtda shu insonlarning kallasiga singib ketgan bir narsada kim so'zlasin, uning og'zidan chiqayotgan narsa to'g'rimi, xatomi? Buni o'zi nim qilish, buni bayqash, buningga o'zi diqqat qilish nihoyat yaxshi bir ish. Ammo uning o'zini sallisi yo'qan yoki nom atoqlari va insonlar so'zlasa to'g'ri bo'ladigan bu odatdagi insonlar so'zlasa u xato bo'ladigan bundaq bir tushunchada bo'lsa yoki o'zi ko'pchilik so'zlasa to'g'ri bo'ladigan 20 odam ani e'tirof qildi, senikini o'zi bir odam e'tirof qildi, unda bo'lganiki seniki xato. Bu 20 degan birdan o'zi jiq deb o'tirib bundaq o'zi baho berish bu aqlga mantiqqa aslo to'g'ri kelmaydi. Bu yerdagi narsa amaliyotga uygunmi, uygun emasmi? Amaliyot bo'layotgan masalalarni hal qilishda qanday bir rol o'ynaydi bu odamning deyotgan gaplari. Bunun o'zini surishti qilish, uni dalil isboti bormi yo'qmi? Bundaq narsani surishti qilish bu nihoyat to'g'ri. Ammo u yerda kim deyotdi? Qanchalik odam e'tirof qilyapti, ko'pchilik e'tirof qilyapti yoki ozchilik e'tirof qilyapti. Bu oz ko'pga qarab uning o'zini e'tirof qilish bosqichiga kelib qolsa, u odam o'zi bir to'g'ri bir maydon turish emas. Bu alqi do'glang tavuz deymiz uni.
Qancha jiq odam bir tarafga o'tsa, ha bo'ldi, jiq odam ma tarafga o'tib deb döglanib, a tarafga o'tadigan maydoni yo'q insonlar deb qaraymiz uni o'zini. Zaten Qur'onda shunday deylik. Haq deganning o'zini hech kim e'tirof qilmasa-mu yoki o'zi bir odam e'tirof qilsa-mu, u bir haq. Ming odam, ya butun insoniyat e'tirof qilsa bir botilning o'zini, u botil. U asla o'z haq bo'lmaydi, asla to'g'ri bo'lmaydi u narsani o'zi. Masalan, butun insoniyatning o'zi aroq ichsa bo'ldi degan bo'lsa, u vaqtda u butun dunyoda 8 milliard inson o'zi aroq ichsa bo'ldi desa degan bo'lsa-mu, shu narsa o'zi xato. Uning o'zini hech bir insonning o'zi kallasida o'zi aqli o'sha joyida bir inson u xato u deb uning o'zini bir diyalishi buna aytib o'zi mo'yin bir masala. 8 milliard inson uning o'zini to'g'ri deyotsa, sen yolg'iz bir tal turib uni xato deyotsa, deyish u o'zi aql mantiq to'g'ri kelgan narsa emas. Misol, bir odamning o'zi to'g'ri gap qilayotgan bo'lsa, odam o'ltirsa bo'lmaydi, ko'k deb gap qilayotgan bo'lsa, uning o'zini sen yolg'iz ash gapni qilyotsa, butun insoniyatning o'zi bu bo'lib deyotsa, deyishning o'zi u bir xato narsa. Uning uchun uni e'tirof qilgan insonlar oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, u hech qanday rol o'ynamaydi. Chunki haqiqatni zodi e'tirof qilgan inson davomli oz bo'lgan tarixda. Uning uchun bu haqni o'ttirib chiqargan odamlar nurg'ulg'an shunday zulmlarni chekadigan, yolg'iz qoldirildigan, yaklindigan, jamoat tarafdan haqoratlandigan, misol shu mana bu tarixni o'qigan vaqtida hayron qolib, payg'ambarlarning zoti butun payg'ambarlarning tarixi shunday. O'z qavmi tarafdan, o'z millat tarafdan haqoratlangan, shu yolg'iz qoldirilgan, shunday holatda hatto o'ltirmiz deb o'ltirilganlar bo'lgan hatto shunday o'zi cho'ng nimalar yuz bergan. Ammo bizniki o'zimizning tarixiga kelsakmi, misol shu millatiniki g'amini qilib shunday o'zi kurash qilgan insonlar qarshi elinmagan. Mesela El-Farabi'ni misalga olsa, El-Farabi'nin o'zini o'z zamonida undaq jiq odam bir e'tirof qilgan odam emas. O'lib ketgandan keyin u perishtaga aylanib, butun insonlar uni voy andaq de, mandaq deydi. Hozir shu El-Farabi'ning kitobini akilib mayda o'qib bersa, yana mush molla o'zi e'tirof qilmaydi uning o'zini. Voy bu kafirga deyishdan yanmaydi misolda. Yusuf Hasajib deymiz, Mahmud Qashqar deymiz. İnsanlar yani öz milletimiz, alimlerimizni e'tirof qilmoq nurg'unlari, hattoki haqorat qiliqlik, hattoki hozirgachilik. Shu El-Farabiniki, Yusuf Hasajib, Mahmud Qashqarning kitoblarining o'zini beboshdan o'z o'qib, boshdan oxir kitobni o'qib tugatib baqqan odamlar, endi barmoq sanoqdek va desak, endi biz bilmagandek uni undaq yakun chiqarib olmaydi. Lekin u bir qancha % chiqishi mumkin. Başdan ahir öz o'qib chiqqan insonlar. Xuddi bizniki ajdodlarimizdan o'zi hech qanday bir olim chiqmagandek, faqat mush arabning hikoyasini o'qisa, ilm o'qigan bo'lgandek, mundaq bir holat bizda shakllanib ketdik. Shuning uchun bu yerlik narsa nima desa, kim desin, mayli o'zi uning o'zini bir musulmon olim desin yoki payg'ambar desin, yoki bo'lmaydi uning o'zini bir mushrik desin. Uning og'zidan chiqqan narsa to'g'ri bo'lsa, u haq bo'ldi. U to'g'ri narsa bo'lgan bo'ldi. Uni e'tirof qilish o'zi bir insonniki majburiyat degan gap. Ya'ni to'g'rini to'g'ri deyish bizniki o'zi insonlik vazifamiz yani. Yani Sura Yunus'nik 30 yani tugudimi ya nimalar? Yo'q, tamam, 5-ki savolga javob berdilar. Aqishda masalan sen cho'qqi mashinanga o'zing to'liq amal qilib bo'lgandan keyin kamolat yetib bo'lgandan keyin anda so'zlamamsa degan gapga nisbatan masalanchi. Endi bu yerda Qur'onning ichida nurg'un nimalar bor, endi insonlarning qilishiga buyurilgan ishlar bor. Oniki bir qismlari misol inson hayot vaqtida qila oladigan ishlar bor. Bir qismlari vaqti kelganda, fursat kelganda qiladigan ishlar bor. Misol jihad masalasi deymiz, ya'ni vatan uchun kurash qilish masalasi. Undaq masalalarning o'zida qo'liga qurol olib turib kurash qiladigan mundaq masalalar bo'lgan vaqtning o'zidami? Bundaq ishlarning o'zini
shu ishni qilish vaqti kelgan chog'da qiladigan ishlar bo'ladi. Uning oldida uniki boshqa shaklni qiladigan ishlar bo'ladi misol. Uning uchun Qur'oni Karimning ichidagi butun farzlarning o'zini bir inson hayotida 100% ado qilgan insonlar asosan bo'lmaydi deyishga bo'ladi. Chunki u alqi o insonning hayotida shunday bir fursat kelmay o'lib ketgan insonlar bo'ldi. Qilgan ishlar bo'ldi, masalan, namoz o'qish, ro'za tutish, haj qilishga o'xshash, masalan, kishilar xayr ehson qilishga o'xshash, kishilarga tabliq qilishga o'xshash bunday ishlar bo'ldi. Bu ishlarning o'zini ko'p insonlar qila oladi. Ham qo'ldan kelgan ish shu bo'lganligi qila oladi, ammo uniki cho'ng ishlar kelgan vaqtda jamoat bilan, millat bilan umumyuzlik bunday qilgan ishlar kelgan chog'da shu vaqti kelganda, fursat kelgan chog'da qilmasa, vaqti kelishdan burun qilgan ishning o'zi mag'lubiyat bilan oxirlashgan gap. Hozir biz haq-nohaq masalasi ustida to'xtalyapmiz. O haq-nohaq masalasi deganning o'zi, ya'ni u ishni qilgan vaqtida uniki cho'qim to'g'ri bir natijaga erishish uchun u erishadigan vaqti, fursati kelgan vaqtda qilgan vaqtda u haq bo'lgan gap. Shuning uchun bu yerda sen uni tamoman qilib bo'lgan vaqtda uning uchun kemmamsa degan gapning o'zi tamoman o'zi oqmaydigan bir gaplar. Misol, o'sha odamning o'zimi o qadar o'z gapni qilgan bilan hech qanday bir ish qilmoqlik yoki qismini oz sonlik bir ishni qiliqlik, u gapini nima ish qiladi desa, boshqa odamni gap qilmaslik uchun deydi uni o'zi. Hozir deyotdi-ku, misol bizning o'zim deydi, meni shaxsan voy u degan o'qimagan, oyatning o'zini tuzuk o'qiy olmaydi degan gaplarni qaysalib. Bu bizniki misol 56 yoshga kirgan bir odam, ba'zi vaqt bu xat ushshoq, uni o'qiy olmay qolgan ishlar bo'ladi. Tataslab o'qiy olmay qolgan vaqtning o'zida u odamning o'zi hech nima bilmaydigan inson bo'lmaydi. Sen u yerda deyotgan so'zlarniki amaliyotga uyg'un emasmi, Qur'oni Karimniki o'zi maqsad muddaosi uyg'un emasmi? Buning o'zini surishti qilish kerak. U yerda u odamniki yoki nurg'un so'zlarda misol darhol tep bo'lamay u gapning o'zini tataslab qoldigan ishlar bo'ladi. Bundaq vaqtning o'zida sen andaqkansiz, mandaqkansiz deb u odamniki ahvol qarta ma'ni etmay, u odamniki og'zidan chiqayotgan gap to'g'ri gap chiqyaptimi, xato gapmi, buniga diqqat qilish lozim. Ya'ni u odamniki qalpig'i muhim emas. Qalpig'ining o'zi damolla bo'lsin yoki bo'lmaydi, Misr Azharni putgan doktor, professorlar bo'lsin, u hech qanday ahamiyatli emas u narsa. Faqat shu odamning og'zidan chiqqan narsa to'g'rimi, xatomi? Buningga qarash kerak. Amaliyotga uyg'unmi, uyg'un emasmi? Buning qarash kerak yani. Shuning uchun sen o'qimagan bo'lsang, sen o'z hech nima bilmay turib, uningdekini so'zlayapti, seni degan to'g'ri, xato. Deyish o'zi hech qanday aql mantiq qabul qilgan narsa emas. Bu yerda nurg'un programmalar dedik, misol, mayli olim desin, mayli kim desin, u gapning to'g'risiga to'g'ri, xatosiga xato deb o'zi qarash bu insoniy bir axloq. Misol, men shu nimadan o'zi tuzumlar ichida nurg'un tuzumlarni o'qib chiqib bo'ldim. Mayli sotsializm bo'lsin, kapitalizm bo'lsin, kommunizm bo'lsin, demokratiya bo'lsin, misolda laik bo'lsin, shu tuzumlarni hammasini o'qib chiqdim asosan. Shuning ichida nurg'unlagan to'g'ri narsalar bor. Misol, u to'g'ri narsaning o'zini sen ko'zingni yumbabligi xato deyishga qanday sen o'zi inson bo'lsa vaqtning o'zi. Mayli uni Marks yozsin, mayli o'zi boshqa odam yozsin, uning bilan bizning ishimiz yo'q. Ammo uni yozgan narsaning ichida nurg'un to'g'ri narsa bor, xato narsa bor. Misol, Angliyaning qonun deymiz, Yevropaning qonunlarining ichidami biz qabul qilolmaydigan qonunlar bor misol. Uni zaten bizni shu qonunni qilsa, shuning o'zi qonun, buni sen ijro qilsa deyotgan odam yo'q. Uning uchun u yerdagi narsamiz xatosini o'zini biz qabul qilmaymiz o ishning o'zini. Misol, erlar bilan ayollar bilan bir uyda yashaydigan bunday ishlarning o'zini qabul qilmaymiz odatda. Uni to'g'ri deb qaramaymiz. Hamda o'z davlatimiz sen shunday yashaysa deb o'z hech kimni majburlamaydi. Unda bo'lgandan keyin to'g'risini qabul qilamiz, xatosini o'zini bu xato deymiz. İsyan qilmaymiz, xato deymiz zaten. Agar o'z qo'limizdan kelsa, mush narsa xato deb o'zini davlatga iltimosimizni sunsak bo'ladi. Unda hech qanday narsa yo'q. Shuning uchun bu yerlik narsa nima degan vaqtda
insonniki qaysi millat bo'lishi, misol bizda bir arab kelib, hech qanday diniy sohada o'qimagan bir arab kelib arabcha so'zlasa, u xuddi shu perishta kelib so'zlayotgandek, shundoq o'zi uni e'tirof qilib ketadigan ishlar bor. Masala bu emas. Arab so'zlasin, ingliz so'zlasin, uyg'ur so'zlasin yoki boshqa millat so'zlasin, kim so'zlasin, u to'g'rini so'zlayapti yoki xatoni so'zlayapti. Masala bu. Qilgan so'zi to'g'rimi yo xatomi? Bu orqali o'zi xato to'g'ri bilan baholash kerak uni o'zi. Qaysi millat qanday qalpig'i odam so'zlasa, u to'g'ri bo'lgan. Yoki hech qanday qalpig'i yo'q, yoki odat yana bir millat so'zlasa xato bo'lib qolgan, bunda qoida aslo mavjud emas. Misal Sura Secde'nin 10. ayetida haqqal qavlu minni la'amlanna cehenneme degan şu oyatning oxirgichilik shu nimqa vaqtidimi? Meniki cehennemning o'zini inson va jindan to'shqizma degan so'zimning o'zi haq bo'ldi deb Alloh taolo shu Qur'onda shuni deydi. U nima degan bo'lsa, men inson bilan jinning o'zi bilan yana to'shqizmoqchi yo'qim. Qanday bo'lishini qatnazar degan so'z emas. Bu nima degan bo'lsa, ularning qilgan ishi o'sha kirishga o'zi haq bo'ldi. Ya'ni ularning haqqi shu. Ya'ni ular qilgan ishiniki natijasini xuloslagan vaqtida, misol, ash xulos chiqdi, uning uchun jahannamga kirish ularning haqqi degan ma'no chiqadi misol. وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ yana Sura Mu'minning 71-oyatida oxirgichilik. Yana bu nima degan bo'ldi desa, bu oyatda agar haqiqat ularniki orzu havaslariga ergishadigan bo'lsa, u vaqtda ish tamoman o'zi ostin ustin bo'lib ketgan bo'ladi. Bu nima degan bo'ldi desa, haq bo'lgan, ya'ni haqiqat bo'lgan bir narsaning o'zi botil bo'lgan, xato bo'lgan bir narsaga ergashgan vaqtida u tamoman o'zi vayron bo'ldi degan. Shunga bir rivoyat bor. Qachoniki ish o'zniki ahli bo'lmagan odamga topshirilgan vaqtda qiyomatni ko't degan bir so'z bor. Bu nima degan bo'ldi desa, ishni bilmaydigan bir odam ishniki beshiq, ya'ni bir ishnikni qilmoqchi, u ishni bilmaydigan bir odam u ishning beshiga keldi. Demakki, shu ishning qiyomat ashadi boshlandi degan. U ishni buzdi-da u. Boshqa nima ish qiladi? Masalan, biz siyosat to'g'riliq o'tganda bir programmada so'zladik. Siyosatning ustiga siyosat bilmaydigan bir odam kelsa, u vaqtda u yerdagi bizniki siyosiy ishlarimizni vayron qilgan gap. Iqtisodning ustiga iqtisod bilmaydigan bir odam kelsa, iqtisodimizni vayron qilgan gap. Uning uchun Qur'onda omonatni ahliga berish, u omonatniki ahliniki haqqi bo'lib hisoblandi. Masalan, bir oshxonaga say qo'riydiganga bir odam olmoqchi bo'lsak, shu sayni qo'riydigan, say qo'rishni biladigan bir odamga u berish, u yerning o'zini qozon beshini, u saychiniki o'zi haqqi bo'ladi. Agar biz o sayni qo'rishni bilmaydigan bir odamni u yerga akib qo'ysak, u vaqtda 2 kunda oshxonadan xaridor qechib ketgan gap. İşimiz tamamen ziyan bilan oxirlashadi. Shuning uchun Alloh taolo nima deydi desa, qanday yer bo'lishini qat'iy nazar u yerga u haqqi bo'lgan insonlarni yoki ish bo'lsa, to'g'ri keladigan haq bo'lgan ishni shu yerda qilish bu insonga manfaat keldi. Misol o'tganda bir o'zi kurash qilish to'g'riliq so'zlagan vaqtimizning o'zidami shu gaplar chiqdi. Misol vatan uchun kurash qilgan vaqtida vatan uchun kurash qilgan shart sharoit to'liqlangan vaqtning o'zida, ya'ni kelgan vaqtda kurash qilmaslik nihoyat og'ir jinoyat deb hisoblandi. Ya'ni kurash qilish haq bo'lgan vaqtda kurash qilmaslik bu insonlarniki o'tkazgan eng og'ir jinoyat bo'ladi va uning haqqi nima bo'ladi? Kurash qilmaganning haqqi nima bo'ladi desa, u o'zi yo'q bo'lish yoki zulm, qattiq o'zi zulm chekish bilan oxirlashadi. Endi kurash qilish, yana misol qurolliq kurash qilish deyli. Qurolliq kurash qilishniki vaqt kelmagan vaqtda qurolliq kurash qilish degan vaqtda
u millatni yana vayron qilish bilan oxirlashgan gap. Yani her narsaning o'zini shu o'z vaqtida, yani siyosatni siyosat qilgan vaqtida, qurolliq kurash qilgan vaqtida qurolliq kurash qilish, shunday har narsani o'z vaqtida qilish, o'z yo'lida to'g'ri qilishning o'zi nima bo'ladi desa, u ishniki haqqini bergan bo'ladi, to'g'ri haqqini bergan bo'ladi. U inson haqqini qanday qiladi degan vaqtda u o'zi agar vatan uchun kurash qilgan vaqtda vatanni ozod qilishdan iborat bu haqqiga erishgan bo'ldi inson. Yani o insonlar shu vatanniki mustaqilligiga erishish u insonlarning haqqi bo'ldi degan gap. O'z vaqtida uning loyiq, to'g'ri o'zi kurash qilganligi uchun u vatanga erishish ularning haqqi bo'ldi. U odamlar vatanga erisha olgan gap. Shunga u yerdagi narsa nima degan vaqtda uni to'g'ri qilmay, uning o'ziga oldiga chiqqan insonlar, to'g'ri insonlar chiqmay, uni loyiq bo'lmagan insonlar chiqqan vaqtda u ish tamoman vayron bo'ladi. Undan u vayron bo'lgan vaqtda biz uniki to'g'ri haqqini berolmagandan keyin bizning oldiga haqqimiz nima bo'ldi? Mag'lubiyat bo'ldi degan gap. Yani o'zi sura Rumniki 47-oyatdami kana haqqan alayna nasrul mu'minin degan mush oyatning o'zidimi mu'minlarniki Alloh taolaning kitobiga to'g'ri o'zi amal qilgan, uniki haqqini to'g'ri berib, har ishda o'zi shuni muvofiq ish qilgan mushundaq mu'minlar bo'lsa, u mu'minlarga bizniki yordam qilishimiz haqqi bo'ladi deydi. Bu nima degan bo'ldi desa, Alloh taolo osmondan farishtalarni tushirib, yoki Alloh taolo o'zi tushib o insonga yordam qiladi o mu'minlarga. Unda qilmaydi. O mu'minlar to'g'ri ish qilganligi uchun to'g'ri ishniki haqqi nima bo'ldi desa, g'albiga oxirlashgan gap. O g'albi qilish, g'albini qo'lga keltirish, ya'ni g'albini qo'lga elish, u mu'minlarniki haqqini qo'lga olganligi bo'lib hisoblanadigan gap. Bu xuddi yerga bug'doy tergan inson shu bug'doy oladi, qo'noq tergan inson qo'noq olganga o'xshash, inson dunyoda qas ishqa qanchalik o'zi holatda ajr singdirsa, shu ajrsiz qarta u haqqini oldigan gap. Shuning uchun bu yerda haq masalasi kelgan vaqtida bu nihoyat o'zi bizniki milliy masalamizdan tortib, odatdagi shu turmush, odatdagi oila turmush, o'zimiz shaxsiy turmushlarigachilik qadar uning hammasiga mos keladigan bir kelima. Har ishda biz shunga loyiq harakat qilgan vaqtda, to'g'ri harakat qilgan vaqtda uniki yaxshi natijasini elish bizning haqqimiz bo'lgan gap. Uning o'zini biz manchilik narsaga erishibmi deyishning o'zi hech qanaqa hojat yo'q, chunki erishkidak ishni qilgandan keyin u erishadigan gap. Yana o'zi sura Yunusning 103-oyatida kazalik haqqan alayna nunjil mu'minin degan mush oyatning o'zidami yana yuqorqi o'zi bir qancha oyatlarni xuloslab kelib, bizning ustimizga mu'minlarni najot topqizish u bizning ustimizdagi haqqi bo'ldi deydi. Bu yerda nima bo'ldi desa, Alloh taolo o'zi kelib insonni mu'minlarning o'zini najot topqizish bizning ustimizdagi uning haqqi deganlik emas. Mu'minlar shu qilgan yaxshi ishiniki, to'g'ri ishiniki natijasini elish, yana o'zi bizniki prinsipimiz bo'yicha u o'zi shu mu'minlarning haqqi bo'lib qoldi degan bo'ldi. Shuning uchun bu yerdagi nasl nima degan vaqtida har odam o'ziniki qilgan ishi qarta, yani nima terisi shuni oladi degandek o'zi yani nima tergan bo'lsa, o tergan narsa qarta shu natijasini elish o odamning haqqi bo'ladi degan o'zi ma'noga to'g'ri keldi. Shuning uchun bu yerdagi hech qanday ish qilmay turib, misol bizda bu ishlar davom qilib uzun ketmay 97-yili haramga borgan vaqtida shunday bir parokanchilikni ko'rib ichim siqilib ketgan. Shu Muzdalib nima? Mina deymiz, Muzdalib deymiz, Arafat deymiz, Ash'alasida shu top Uyg'urlar shu
ay duo qilayotgan zodi, ah ko'k zodi, vatanning mustaqilligi to'g'ri duo qilayotgan shunchalik o'zi. Endi agar duo qilish bilan ish putidigan ish bo'lsa, men o'ylaymanki, vatan ming qatim az bo'lsa ozod bo'lgan bo'ladi. Biz uningga vatanni ozod qilishdan iborat kurashni qilmaganligimiz uchun uningga loyiq o'zi biz haqqimizni ololmadik. Shuning uchun bu yerdagi narsani bu degan vaqtida o'z vatanniki vatanni ozod qilgandek holatda bir o'zi kurashni qilgan vaqtida u narsa qo'limizga mutlaq holatda keladi degan gap. U bizning haqqimiz hisoblandi. Endi bu Qur'onda yana sura Ibrohimniki 27-oyatida Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya va fil axirah va yudillullahu az-zalimin va yaf'alullahu ma yasha degan oyatning o'zidimi shu haq, nohaq, ya'ni haqidagi oyatlarni xuloslagan shaklda bunda bir bayonotlar bor misol. Qavli sabit, yani ispatlangan Yusabbitullahu allazina amanu bil qavli sabit fil hayati dunya. Hayatı dünyada o'zi qavli sabit Qur'oni Karimga o'zi ishongan insonlarni hayatı dünyada o'zi Alloh taolo isbot qilib ko'rsatdi insonlarga. Va oxiratda isbot qilib ko'rsatdi deydi. Bu nima degan bo'ldi desa, Qur'oni Karimga ishonib shu bo'yicha shu ko'rsatgan bo'yicha ishlarning o'zini to'g'ri hal qilgan insonlar dunyodami g'alabaga erishgan degan gap bizga nisbatan. Bu qosidasi misol Payg'ambar alayhisolamning zamonasida Payg'ambar alayhisolam boshchiligida Qur'oni Karimning yetakchiligida har masalaning o'zini Qur'oni Karimdagi prinsiplarga solish orqali to'g'ri hal qilib manganligi uchun u yerdagi o'zi bir o'chim bo'lsa-mu shu musulmonlar oz bo'lish sifati bilan davlatni qurib shu g'alabaga erishgan. Mana shuning o'zini nimani bildirdi desa bu isbot. Bu Qur'oni Karimga to'g'ri o'zi esilib her ishining o'zini Qur'oni Karim orqali to'g'ri hal qilib mangalasa u odamlar o'zi bu dunyoda g'alabaga erishadiganligini bildirdi degan gap bosh isbotga asosan. Oxiratga degan vaqtda qiyomat kunida ey Xudo, men o'zim musulmon bo'lgandim, mu'min bo'lgandim, Qur'onga ishongandim. Endi bu Qur'onga shunchalik ishonsammi, men dunyoda hech qanday o'z vatanimning mustaqilligini ololmadim. Ya ko'maydi bu Qur'onning hech qanday foydasini ko'rmadim desa, u vaqtda hech qanday nima qilmaydi. Chunki bu yerdagi narsa nima desa, uni to'g'ri amal qilish masalasi bor. Men to'g'ri amal qilgan insonlarga shu insonlarga Alloh taolo nima deydi degan vaqtda, to'g'ri amal qilib g'alaba qilgan insonlarni andaq bo'lsa, ma odam nima uchun g'alaba qildi? Bu odamlar shuni to'g'ri eslib qilganligi uchun men g'alaba qilgan, buning o'zi isbot. Agar sen buning to'g'ri ishonib, to'g'ri amal qilgan bo'lsang, sen shular o'zi qozongan g'alabalarning o'zini qozongan bo'lading deb o'tirib isbot qildiganligini o'zini ko'rsatdi. Yani bunun o'zini degan vaqtida dunyoda qilgan ishning hammasi oxiratda u odamniki qaysi narsaga haq bo'lganligini ko'rsatadigan bir narsa bo'ladi degan gap. Yani qaysi narsaning o'ziga erishadi shu vaqtda. Haqqi nima bo'ladi? Yani o'zi jannat bo'lamdi, jahannam bo'lamdi, uning erishish, yani dunyoda qilgan ishniki işi qarta bo'ldi. Chunki Qur'oni Karimda bir oyat bor. İnsanlar dunyoda qilgan ishniki ishiga qarta go'ro'ga ilindi qiyomat kunida degan. O go'ro'ga ilindi degan nima degan bo'ldi desa, ishni oyoq qo'yib turib, ishi qarta insonning o'zi to'g'ri ish qilgan bo'lsa, yaxshi ish qilgan bo'lsa, Alloh ko'rsatgan prinsiplarga turib to'g'ri ish qilgan bo'lsa, u ish u insonni jannat kirishga go'ro'ga nima qilgan gap. Madem cennet kirisi buldu dep o'zi işi qarta Alloh taolo anınga o'zi anda xulos chiqardi. Dunyoda nima bo'ldi degan vaqtda dunyoda u odamniki ishlari to'g'ri bo'lgan bo'ldi, g'alba natijalarini qo'lga keltirgan bo'ldi. Agar u odam xato qilgan bo'lsa, xato qilgan bo'lsa, xato ishni jiqqan bo'lsa, u odamning qilgan ishi
qiyomat kunisi u odamning jahannam kirishiga o'zi sabab bo'ldi. Bu vaqtda u ishi jahannam kirishga go'ro'ga olgan bo'ldi shu ish odamning o'zini. Ya'ni ma ish bu odamning jahannam kirishiga layoqni to'shqazgan bo'ladi deb ishning o'zi uningga bir xulos sifatida o'ttirib turdi degan gap. Xudalqi bir odamga ma'nasini bersang, men ma'nasini go'ro'ga qo'ysam deymiz-ku. Misal, xuddi shunga o'xshash, masalan, ma telefonning o'zini sana go'ro'ga qo'ysam, mayarsa o'zi 100 koy berib tursam, men 100 koyni tep ekib bergandan keyin telefonini bersang degandek o'zi go'ro'ga qo'ydigan ishlar bor. Xuddi shunga o'xshash, ishni go'ro'ga qo'yib, undan keyin bizni o'zi kirdigan yerga andaq kirdigan. Onun uchun bu yerdagi masala nima degan vaqtida haq bo'lgan narsaga erishish o'zi o'zimizniki saviyasi, o'zimizniki qilgan ishiga qarta bo'lgan narsa. Bu yerda batil mana shu ashniki tamoman qarshi so'p hisoblanadi. Ya'ni haq deganni inson dunyoda qilgan ishniki mayli to'g'ri ish qilgan bo'lsin, mayli xato ish qilgan bo'lsin, shuniki eng oxirida oldigan natijasi shu odamning haqqi bo'lib hisoblanadi. Haq degan kelimaning o'zini xuloslagan vaqtida. Haqiqat deganning o'zini xuloslagan vaqtida, yani to'g'ri narsaga esilgan inson oxirsida to'g'ri natijaga erishadi degan o'zi bilan xulosalandi. Ha. Aşna iş endi qanday gap demoqchimi ya? Bu yerdagi masala nima degan vaqtda Qur'oni Karimda Alloh taolo inson bil jinni nima uchun yaratganligi haqida bir o'zi bizga bayonot berishda. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun debdi. İnsan bil jinni menga itoat qilsin uchun yaratdim deydi Alloh taolo. Ya'ni Alloh taologa itoat qilgan insonlarniki hammasi yaxshi natijaga erishadi. Itoat qilgan degan nima? Og'izda emas. Og'izda uni e'tirof qilish, qalbida ham e'tirof qilish, ham o'z amaliyotida shuni qilish degan gap. Qilgan vaqtda u odam u Alloh taoloniki kitobidan iborat buning o'zi itoat qilgan bo'ladi. U odamni kirdigan yeri jannat bo'ladi yani. Chunki amali shu yerga olib gap. Hamda u yerdagi narsa nima desa, rahmat yo'li kirdi deganning o'zi u qilgan amalning hech qanday ahamiyati bo'lmaydi. O ish qilma, bu qadarchilik-ku bularni hammasini qilayotgan gaplar hammasi shu qadarchilik. O Alloh taolo xohlagan odamning o'zini jannatga kirdi. O kimga marhamat qilsa shuni o'zini akirdi. Bunda qarab quvg'inchiga o'xshash, quvg'in o'xshabdi, ashning o'zini mayagini qo'lay, quvg'inni o'zini eshakka berib atay degandek o'zi bir tushunchada bo'layotgan odamlar. O rivoyatimi shunga to'g'ri keladigan narsa asli. Ammo bu yerda undaq bir narsa yo'q. Alloh taolo insonni itoat qilish uchun, o'ziniki qonun prinsiplariga itoat qilish uchun insonni yaratgan bo'lsa, ya'ni Qur'oni Karim zaten ashtaq deyishlik, u inson Alloh taolo Qur'oni degan bo'yicha u Alloh taoloniki qonun prinsiplarining o'ziga itoat qilib, shu bo'yicha ish etmagan bo'lsa, demak u odamning qilgan ishi u odamga o'zi kepil bo'ldi degan gap. Qur'ondagi oyatlar bu masal. İnsanlarniki amali o insonlarniki o'zi insonniki insonni go'ro'ga nima qiladi degan oyatning o'zini qarshiligiga to'g'ri keldi-da misol. Buning asosan u rivoyatlarning hammasi xato bir rivoyatlar, ham o'zi amaliyotga hech qachon uyg'un emas. Oyatning o'zi asli go'ro degan oyatdir. O nima degan vaqtida Xudo payg'ambar alayhisalom zirchapanning o'zini nimadan yahudlardan
ep turib, onun bir narsani görüp qo'ygan bir rivoyatlar var. Peygamber sallallahu tarixdan bor bu narsa. O görüp gelish degan o'zi, "Ani bersang, mani berme" degan bir narsa endi. Ben mani qo'yib qo'ydim. Agar men mani yo'q deb qo'ysam, ani sizning oldu degan gap. Ashna barobar bir narsani qo'yib qo'ydigan gap. Agar ani yo'q deb qo'ysak, ani bermaydi. Xuddi shunga o'xshash, o yerda bizni qilgan ishimiz, bizni görüp oldigan gap. O vaqtda qilgan ishimiz agar bizniki jannat kirishga layoqimizni to'shqatsa, demak, o bizniki jannat kirishimizga aşı amal nim bo'ldi degan gap. Vesile oldu. Vesile oldu degan gap. Olmaz bu dünyada nima uchun insonlarning o'zini yaxshi ishni qil, yomon ishni qilma deb insonlar bunday deyishga nima hojat bor? Allah Taala kimga marhamat qilsa shu jannat kirdik-ya, kimga g'azab qilsa u jahannam kirdik-ya. Bizni bu dunyoda yaxshi yomon ishlarni qilimi deb unda chaplashlik hech qanday hojat yo'q-ya deb tugatsak bo'ldi uning o'zini. Ondaqda Allah'ın rahmetinden ümitsizlenmezlik, onun rahmetinden so'rash meselesi şu. Bu so'rash masalasi o inson bo'lish sifatimiz bilan o'zimizni ojiz bir inson bo'lish sifatimiz bilan to'g'ri. Allah meniki o'z gunohimni kechirgin va marhamat qilgin deyishimiz to'g'ri. Ammo marhamat qilgin deb lekin yetib hech qanday marhamatga loyiq ish qilmasak, u quruq gap uning o'zi. Şu Kur'an-ı Kerim nima deydi desa? Misal Sura Baqarniki qancha oyatniki nimasi aniq esimda yo'q. Hajga borganlarning o'zi shu yerda Rabbana atina fid dunya va ma lahu fil oxirati min xalaq. Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar. Ulaika lahum mimma kasabu degan oyat bor-ku. Bu nima degan bo'ldi desa? Bir qism odamlar Xudo bizga dunyoda o'zi bir yaxshilik nasib qilsang deb dunyolikni tilaydi. Bu odamga oxiratda hech narsa berilmaydi. Chunki oxiratda ish yo'q odamlar bular. Bunun için oxiratda hech qanday onunla bir narsa berilmaydi. Yana bir turlik odamlar Xudo dunyo va oxiratda bizga yaxshilik nasib qilsang deydigan odamlar bo'ladi. Bu shu ikki turlik odamlarga berilgan javob nima desa, ulaika lahum mimma kasabu. Ularning qilgan ishiga loyiq berilgan narsa. Berilgan narsa. Yani sen şunu bana be Xudo de, tamam. Biz amenna deb turimiz o gapga. Lekin sen onun loyiq bir ishni qilmay turib, u Xudodan tilishing, u sizga hech qanday natija erishtirmaydi. Yani insonlarniki boya chiqadigan natija nima degan vaqtda duo qilishing, Xudodan tilishing xato emas. Sen bir inson bo'lish sifatingdan duo qilsang bo'ladi. Va lekin duo bilan ish bitirim deyishing hammasi quruq gap. Şunun loyiq ish qilmay turib, bug'doy termay turib, Xudoyim bug'doy va qo'y vaqmay turib, paxlayim ketdi deyishingning hammasi quruq gap degan gap. Shuning uchun u yerda nima degan vaqtda sen shuni loyiq ish qil, uningga sen erishsa degan gap endi. Faqat Qur'oni Karimda bizga duo sohasida Allah Taala bizga nim qilgan, buyurgan duolar nima degan vaqtda xato, yani ishimizda o'zi xatolik bo'lgan bo'lsa, shu xatolikni Xudoning kechirishi, bir xato ishni qilib solgan bo'lsak, uni o'zimiz bilgan bo'lsak, ikkinchi qilmaslik uchun tavba qilish haqida duo qilish, bu ikki tal duoning o'ziga Alloh Taolo Qur'oni Karimda buyruqliq. Yani vastagfiruhu innahu kana tawwaba degan oyatlar var, misol shunga o'xshash Nurg'uyada Allah Taola'dan kechirim so'ra degandek oyatlar var. Bu nima degan vaqtda xatolik o'tkazgan inson Allohdan kechirim so'rash. Yani Allah va insonning orasida ish bo'lgan bo'lsa, masalan namoz o'qiyolmay qoldi, yoki vaqtida o'qiyolmay qoldi, yoki ro'za tutmay qoldi. Yani ibodat sohasidagi bundaq bir ishlar bo'lgan bo'lsa, Alloh va inson o'rtasidagi ishlar bo'lsa, u vaqtda Allohdan kechirim so'rash bu bo'ladi degan gap. Hattoki inson bilan insonning o'rtasidagi ish bo'lsa-mu, u vaqtda o'zi masalan men bir odamning o'zini ranjitib qo'ydim. Ranjitib qo'ygan vaqtda u insondan men o'zi kechirim so'rashim, u o'zi meniki qilishga tegishli majburiyatim bo'ldi. Masalan, uni g'aybatni qilib soldim. G'aybatni qilib solgan bo'lsam, birodar, men seniki g'aybatni qilib solgandim, men sen meni kechirgin desa, bu odamning o'zi meni kechirsa, inson bilan meni aramdagi ish tugadi. Endi Alloh bilan meni aramdagi ish qilib qoldi-da.
u nima degan vaqtda Alloh Qur'oni Karimda g'aybat qilmanglar degan buyrug'i bor. Men shu buyruqqa amal qilmaganligim uchun Allohdan anandaki men kechirim so'rayman. Bu yerda o'zi bo'ldi ama ishni egitildi men o'zi qoqishib qo'ygandim o'sha odamdan kechirim so'radim. Tugidi bu ish deyilgan bunday ish yo'q. Allohning qonun prinsiplariga biz amal qilmaganlik uchun uni Allohdan odamdan o halollik turklar aytadi-ku, halollik qilib bo'lgandan keyin andikin Allohdan Alloh Xudo endi sen kechirgin desak, u to'g'ri bo'ladigan gap. Shunaqki nurg'un ishlar bor bu yerda faqat hamma narsani mush qadarchilikka nemisda bu avjab ketgan, hamma narsani Xudoga otib qo'yish, undan keyin hech qanday bir narsa biz ish qilmasakmi, u YouTube'da bir odamniki duo nima haq o'g'dotgan yerini ko'rib qolgandim. Sen mush oyatni o'qisang bo'ldi, ish qilmasang o'zi hech qandaysan o'zi jeningni baqiyverish deb deyapti odamga-chi. İşte de yolda bakine. Yani sual çok sorulap kaldı. Yani bir sualım. Yani bize bayat ne yakısıladık toğur iş kılanınki çokum toğur neticesi buludu diyen bir ilgili sürüp geldiler. Orun programlardan bu tekrarlandı. Bir adam toğur iş kılış şu kadarcık tirişip bazen tətü kildiğen işler 101'de oylamagan bir yerlerden ziyan kildi, ya ki bir zahmet kildi. Bir kanda buludu. Uçadı o adam ben şu kadar toğur kıldım hem işin cayda ama yanım yine bulap kaldı dep özür etişka ya ki tırnak tatlaşka sebep olduğun hayatımızı beşimizi kilidemdi. Bunda çağda bunu hem de sınak dep düşünüp geldik. Enenevi düşüncelerimizde. Ve hatta bazı izahatlarda eğer okşaş bir musibet birisinin bir işkedenden bir şekilde biri kafir bir Müslüman olsa Müslümandan bir şekilde sınak oludu, kafirden bir şekilde ceza oludu diyen şekilde izahatlarını anlap geldik de. Endi bu ayrım bir temi bo'lgan taqdirda mı hozirgi shu nima itibariyle bir so'g'in kelib qoldi. Sınaqni qanday tushunamiz o zaman? Aslida bu dunyodagi insonlarning hammasini qilayotgan ishi shu sinoqning ustidagi ishlardi. Sinoqning ustida ketayotgan ishlar. Endi bu yerda jiq odamning kallasidan o'tmaydigan masalalar bor. Chunki Qur'onni o'qib ko'rmagandan keyin Qur'onda bir oyat bor, Sura Baqarniki qancha oyat aniq esimda qolmabdi, 5 tarafda. İnnellezine amenu vellezine hadu ve nesara ve sabiine men amene billahi vel yevmil ahiri ve amile salihan felehum ecruhum inde rabbim ve la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun diyen bir ayet var. Bu nima degan bo'ldi desa, nurg'un odam o'ylaydi. Endi biz shu iymon sohasida nihoyatda murakkab bir iymonlining o'zini o'zimizga nima qo'ygan. Qur'onda bu nihoyat keng doirada, keng o'zi bir o'rinda o'rnaliqlik. Bu nima desa, misol innellezine amenu deganning o'zi mu'minlar, vellezine hadu yahudlar ve nasaralar yani Hristiyanlar ve sabiine deganning o'zi boshqa dindagilar. Bu yer chik misolda. Her qanday dindagilar degan ma'noni bildirdi. Allah'a ishonganlar bo'lsa, oxiratga ishonganlar bo'lsa, ularning qilgan ishi zoya qilinmaydi. Qiyomat kuni uning ajri berildi deydi. Ular qo'rqib qayg'urmaydi deb. Qur'onda buni deylik. Bu nima degan bo'ldi desa, misol musulmon desak nima? Mu'minlar deyli. Mu'min bo'lgan odamning o'zi odatda Allohga hech narsani sherik qo'shmaydi. Sherik qo'shmagan odam mu'min bo'ladi. Alloh taolo ishon degan shu 5 turli narsaga ishongan bo'ldi va uning ibodati sifatida namoz bilan ro'zni o'qigan bo'ldi. Misol. Bu odamni mu'min deymiz. Ve Nasara alçıyor dese, mesela Allah Teala nima Peygamber Aleyhisselam'ın zamanındaki Nasara aldım hemsini ölçüge vardı bu. Yahudilerin hemsini. Uzeyr Allah'ın oğul deydiğen, İsa Xudanın oğul deydiğen. Sabiin degenin özü bütün başka dindikiler. Ben başka dindiki insanlarınki nesillerini kökenligim için bu yerde bu neslini sözlevatı mı? Hatta ki Buddhistlinin özü mü adette o Kur'an'daki min dunillahi degan oyatlar var. Ular o'zi
Allah uni Qur'ondagi tarjimalarda Allohdan boshqa narsaga cho'qingan deb andaq tarjima qiladilar. Asli unday emas. Allohning tövündeki narsalarga cho'qingan degan ma'noni nima to'g'ri chiqadi bunda. Masalan, butlarni, insonlarni shu Alloh bilan o'zining orasiga vosita qilib olgan. Shafaatchilar ashtaq nima qiladi? Hozir butun o'zi shu musulmon deyotganligi 199% desak bo'ldi, hammasi payg'ambarni, mujohidlarni, sahobalarni, o'ziniki olimlarini yoki o'zining pirlarini orliqqa misol vosita qiladi. Alloh bilan o'zining orasida ko'rik rol o'ynaydigan qarta. Qiyomat kuni bizga shafaat qiladi deb qaraydi bular. Mush insonlarning hech birisini Alloh taolo sapdan chiqarib atmoqchi. Sapdan chiqarib atmoq. Ular nima deydi? Shirk keltirishga Alloh taolo cho'ng gunoh deydi ana o'zini. Cho'ng gunoh deydi shirkni o'zini. Ammo mush odamlar nasara xristianlar hammasi Qur'onda sanab, bularning qilgan ishi qiyomat kunida ham zoya ketmaydiganligi haqida Qur'onda bayon qilingan. Qur'on bunda keng doiralik narsada misol. Biz o'ylaymiz, faqat lekin bizga bo'ladi deymizda, u unday emas. Ya'ni nurg'un odamlar mana shu Yahud nasoralarning yaxshi qilganlari bor-ku, ular qanday oldi qiyomat kunida deydi. Alloh Qur'onda javob berdi bunga. Fala xawfun alayhim va lahum yahzanun deydi. Biz nima deya olamiz unaga misol? Ya'ni yaxshi ishniki ajri hech bir zaman zoya ketmaydi, ya'ni yaxshi zoya ketmaydi degan gap. Qur'ondagi hukm bo'yicha aytgan vaqtida. Unda sınaqning tushunilishini qisqacha. Sınaqniki nemisi mana bu yerda mayli qanday dindik insonlar bo'lishiga qat'iy nazar, u odamlar yaxshi ish qilgan bo'lsa, bo'libmi Qur'oni Karimda iymonni ham bir o'rin qo'ydi, islomni yana bir o'rin qo'ydi. Bu islom hamda iymon bilan ikkisi nayt o'zi nemisidan o'zi o'xshashmaydi, jiq yerlar o'xshashmaydi. Buning o'zi maxsus bir mavzu qilsak bo'ladi. İman nima, islom nima, shariat nima degan qarta bir mavzu qilsak bo'ladi. Ammo bu yerdagi nurg'un odamlar biz musulmon deydi. Musulmon bilan o'zi mu'min holatdagi insonlarniki Qur'ondagi o'rni ham o'xshashmaydi. Qur'on uningga ayrim nimalarni berganda, misol. Shu oyatdagi narsa nima bo'lsa, ishongan odamlar. Innallazina amanu vallazina hadu deganning o'zi hammasi Yahudi bo'lib Allohga ishongan, Nasara bo'lib Allohga ishongan, Sabiin va boshqa dindagi, Budda diniki olsun, qandaq dindagi insonlar olsun, uniki o'zi orqada butga ishongan, lekin mush but shu buddizm nima so'rasini desa, bu but bizniki o'zi nima duoyimizni shu osmondagi Allohga yetkazdi deb qaraydi. Shunga bizning tariximizdami bizning ajdodlarimiz ko'ktangriga e'tiqod qiladi degan shu nima kitob tarix kitoblarda bor shu. Ko'ktangri degan nima desa, butun koinotni yaratgan Tangriga e'tiqod qiladi degan gapda, podshosini bu yerda Tangrining o'g'li yoki olmaydi, yoki Tangriniki nimasi degandek shunday nom bilan ataydigan anda holat shakllangan. Shuning uchun bu yerdagi gapniki o'zi kelsak, dunyodagi butun insoniyatni qilayotgan ishi, hayoti, ya'ni sinoqniki ustida mangadi degan gap. Bu faqatla musulmonlikni emas. Uning uchun o'zi mayli bir musulmon bir o'zi ziyon qo'chirsin, mayli bir xristian yoki yahudi mushriklar ziyon qo'chirsin, uning hammasi o'xshash, shu o'zi nimada ishini to'g'ri qilmagan bilan munosabatlik, ham uniki ajrisi yoki jazosi qiyomat kunida o'zi Allohning oldida beriladigan narsa. Bu bir masala. Ikkinchisi, aşağıdaki uçurgan nimaning o'zi, parakanchilikning o'zi nima desa, qilgan ishiniki haqqi degan gap. Bayatdan shuni deb keldik-ku biz. Haq oldu. Haqqi. Bir odam mashinaning oldiga o'zini ossa, u odamning o'lish, u odamning haqqi bo'ladi, misol. O adamga haq oldu. O odamga haq bo'ldi, u odamning ham haqqi bo'ladi. Chunki men ash o'limni qo'lga kiritishim kerak degan qilayotgan ishiniki ma'nosi. Qur'on bunu demadi yani. Yine birisiga ham da Allah şirik keltirmeslik to'g'riliq. Eng cho'ng gunohning shirik ekanligi. Agar shirik qilsa Allohning haqqiga tajovuz qilgandek bir xil
nimeni ayetler barmy şu toğruluk. He. Onu gana düşünümüz boldy. O şerik keltügelikini Allah Taala Kur'an'ın özde şerikten başka günahını keçirganlığı, şerini keçirmeydiganlığı doğruluk ayetler mesela innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha degan ayetler var mesela. Şerini keçirmeydi deydi. Endi bu adamның özü yani Kur'an'da jaza meseleleri var. Jaza meseleleri neme degan vaqtda ebedi cehennemde oladı degan ayetler nayet köp yani egelleydi. Lekin bir kısım ayet atıyor degan vaqtda osmon zemin öz bo'lgan muddat ichida muddat kichilik bo'ladi degan o'z oyatlar bor. Madamat samawat val arz degan oyatlar bor. Bu nimani bildirdi desa, har qanday mushrik Yahudi Nasara bo'lsa-mu bir mezgil o'zi cehennemde o'zi haqqi bo'lgan jazoning o'zini o'tab bo'lgandan keyin u odamni chiqadi degan ma'no chiqadi bu yerda. Chunki u yerda o'zi o ebediylikka kuyib ketgan bunday bir ish yo'q. Aş adamni qilgan ishiniki jazosi tug'uchilik o'zi nimada bo'ldi. Yana o'zi bu xuddi dunyoda bo'layotgan ishlar va misol bir odam bir davlatning qonuniga yoki nima qilib ashada bir jinoyatni o'tkazgan bo'lsa, og'ir bir jinoyatni o'tkazgan bo'lsa, bir qancha odam. Shuningda ba'zanlarga misol bir qancha yillik jazo berilgan bo'lsa, ba'zanlarga muddatlik, ba'zanlarga muddatsiz, ba'zanlarga o'lim jazosi o'xshash bunday jazolar berildi misol. O'lim jazosi berilgan vaqtda onun ba'zanlarga o'lgandan keyin manchilik siyosiy huquqidan mahrum qoldirildi yoki abadiy mahrum qoldirildi degan nurg'un o'z tarmoqlari bor u qonundagi. Xuddi shuningga o'xshash bu qiyomatda bo'lgan jazoning o'zidami u odamlar jahannam kirsimi, u jahannamga kirgan mushrik kofirlarning ichidami yana ma'lum bir mezgil yoki ba'zanlar undan sal uzg'aroq, ba'zanlar sal qisqaroq degandek har xil shaklda o'ziniki qilgan ish harakatlari qarta dunyoda qilgan ishi qarta cehennemde jazolanib o chiqadiganlikni Qur'oni Karimdagi ash madamat samawat val arz degan oyatning o'zidan bilib olaymiz yani. Ve ebedi zodi odamning o'zi hech bir zaman cehennemden chiqmaydigan darajada bundaq jazoniki yo'qligining o'zini Qur'oni Karimmi o'ziniki shu nemizda uch qashqara nim qiliqlik hamdi bayon qiliqlik. Onun uchun bir odam kofir bo'lsin yoki yahudi bo'lsin ebedi o hiç bir zaman çıkmay cehennem cezalındı deyişinin özümü hem bir taraftan akıl mantıkım doğru gelmeydi hem Kur'an-ı Kerim bu ayetle asla doğru gelmeydi. Şunu bu yerdeki nesne mi olsa hiçbir insandaki kılan işi kıyamet günü zaya kılınmaydı. Aşı innellezine amenu vellezine hadu diyen ayetdeki hemmesi karta biz manitqa vaqtida mayli qandaq dindeki insanlar buluştuq etdinizler. O adamniki qilgan ishi hech bir zaman zoya qilinmaydi. Gunohi tugagandan keyin qilgan yaxshi ishining bedliga u odamlar o'zi chiqadi u jinoyat jazo maydonidan chiqadi degan gap. Xaldin piha deganning o'zi arablar bunday so'zni jiq ishlatadi. Xaldin piha deganning o'zi uzun muddat o nimada jahannamda bo'ladi degan ma'noni bildirdi. Bu oyatni Halidine fiha abada deb kelgan ayetlerin tölüsü şu cennette diyen men şu ayetlarda kelamda cehennemlikligimi keladi va lekin xaldin fiha degan vaqtning o'zida bu nima desa nihoyatda uzun muddat. Misol mana bu Sulaymon alayhissalomniki voqealigi va Qur'onda Sulaymon alayhissalom jinlarga rahbarlik qilib qilgan vaqtda o jinlar her köldek şundak öz legenlerini yasaytdı degan aşındak öz nima bor. Legen deganni köldek olmaydi. Aş Arab memleketlerine bağanlar kögende. Arablar tamaq yeydigan vaqt ekeldi mundaq diametr 1 metr keldigan. Ya onundan çoğ ba'zanlari 70-80 santimetr keldigan mis legenleri var bu qanaqcha. Demek o nima desa çoğ legenlerini yasaytdı degan ma'noni bildirdi. Arablarniki bu halqi bir narsani ifodalash usullari halqi Cih sahada andaq bizga bek o'xshab ketmaydi. Bizdan başqa romanlarni o'qiydigan bo'lsa, alamat bir narsani andaq ifodalaydi, ammo uni amaliyotga uyg'un holatda tushungan vaqtida undaq bo'lmaydi u narsa. Ko'ldaklagan deganning o'zi
cho'ng mındaq legellarni yasaydi degan ma'no keldi. Xuddi shunga o'xshash Xaldini piha degan vaqtning o'zida uzun muddat turdi u yer degan gap. Ebedi zati mango chiqmaydi u yerdan degan ma'no chiqmaydi. Chunki Qur'oni Karimdagi u vaqtida bir oyat, yana bir oyat bilan o'zi qarama-qarshi keldigan gap. Onun uchun bu yerga narsaning o'zini biz nimqa vaqt tushungan vaqtdami mango emas, uzun muddat. Ya'ni o odamlar uzun muddat jahannamda qoladi degan ma'noning o'zida tushunishga to'g'ri keldigan gap. Yeni birisiga Allah'ın rahmeti hamma narsani qapsaydi degan oyatning nimasi bo'yicha hamda o cehennem nima o'ziga olib ketadi. O cehennemde mangu qolib qoladigan nim bo'lmaydi. Allah ularga rahmat qiladi degan ma'no chiqamda. Ha, albatta. Chunki bu yerki narsa nima degan vaqtda dunyoga kelgan insonlar tug'ilgandan tortib to o'lguchilik faqatla askishni qilib bo'lmaydi. Hayotida o insonlarniki nurg'un o'z yaxshilar oldu. Misal hech bo'lmasa 15-20% yaxshilar bo'ladi o odamniki. Bo'lmadi, hech bo'lmagan vaqtning o'zida. Demakki o insonlarniki 70%, 80% yomon ishlar qarta o'z jazosini tatgan taqdirdimi? Hamda shu qilgan yaxshilik qarta Alloh taolo yaxshi ishi zoya qilinmaydi deb Qur'oni Karimda bayon qilgandan keyin u vaqtda u odamni hech bir zaman o'zi o yaxshini zaten zoya qilib o'tishmi Alloh taoloniki adolatiga to'g'ri kelmaydi yani. Shu bu yerdagi narsa nima desa, ikki oyatning o'zini Xaldin piha bilan Madamat samawat vel arz degan oyatning ikkisini bir yerga kelgan vaqtida demakki har qanday bir jinoyatchiniki jazolanish muddati vaqtli bo'ladi. Bir mezgil uzun bo'ladi, ba'zilarning yana biroz uzun bo'ladi, ba'zilarning sal qisqa bo'ladi degandek o'zi qancha yil yoki qancha 100 yil ko'ysin, jahannamda azoblansin, u bir mezgil bo'lgan vaqt uni jinoyat tugab, undan keyin o'zi chiqadigan gap bu yerda. Asasen bu halqi Xaldin pihasıl degan o'xshash, mo'sh Xaldin piha abadan degan shu kelima asos jihatdan shu jannat ahllariga ishiltildi ekan-ku bu. Chunki abadiy turadigan yer insonlarniki jannat. Bo'lgandan keyin u jannatga insonlarga abadan degan kelima jiq keladi ekan, ammo jahannam ahllariga yo'q deyarli holatda, misol. Sizin deydiganlar tüydü mü ya meni sualım bayın işte. Tügüdü. Emdi malıqı Ca'al hakka ve zahaqal batil degan ilqi İsra suresi 81. ayeti. Aşını qanday düşünümüz? Evet, yaxshi. Ca'al haqqu ve zahaqal batil innal batila kana zahuqa degan bir oyat var misol. Haq kelgan vaqtda batil ketdi. Nimishqa degan vaqtda haq kelgan vaqtda batilni ketish tabiiy degan gapda ma'nosi. Bu batil haqniki qarshisi. Har qanday arabda bir so'z var. Kullu şeyin yorapu bi azdaliha degan bir nemisi var. Har qanday narsa o'zining zid, ya'ni qarshisidagi narsani bilan tunigan vaqtda uni yaxshi tuniqli oldi. Deydi. Oqni tunigan vaqtda qari bilan, misol. Cho'ngni tunigan vaqtda kichik bilan undaq o'zi nimqa vaqtda u narsani yaxshi tuniqli oldi. Xuddi shunga o'xshash biz batilni, ya'ni haqni tunigan vaqtda batilni va ikkisini birlashtirib tunigan vaqtda bu o'zi nihoyat yaxshi tuniqli oldi. Ya'ni bu batil deganning o'zi nima degan vaqtda uningga halqi to'g'ri bo'lmagan. Misol bir odam bir yaxshini qildi. Yaxshini qilgan bo'lsa, u yaxshi ishqa loyiq holatda uni haqqini bermaslik bizda nohaq deydi-ku buning o'zini. Haq, nohaq degan masala bilan nima qildi-ku? Arablar endi haq, batil deb qaraydi. Bizda haq, nohaq deb nima qildi? U nohaq bo'lgan bo'ldi. Nohaq deganning o'zi uningga to'liq haqqini bermaganlik. Yoki haqqini bermaganlik, yoki to'liq haqqini bermaganlik bu hisoblanadigan gap. Şuna u yerga to'liq haqqini bir odam qilgan ishi qarta
to'liq haqqini olgan vaqtda u yerda o'zi botil, ya'ni to'liq haqqini ololmaslikdan iborat bu narsa tugaydi degan gap endi. Shunga o'zi haq kelgan vaqtda u yerda botil bo'lmaydi degan vaqtda. Misol, u yerda bir narsa haqiqiy o'zi amillashgan vaqtida nima bo'ldi desa, u yerda botil yana nohaqchilik bo'lmaydi degan gap bo'ldi. Chunki nima qilsa Alloh taolo uchiqdi ekan, innal botil kana zahuqa. Zaten u haq kelgan vaqtda botilning ketishi tabiiy olib keladi. Tamam. Allah razı olsun. Ondan keyin Sure Baqara'nın 42. ayeti var. Ve la telbisul hakka bil batil degan bilan boshlangan. Uni 5-nima deb kirib o'tdilar. Mushuni tushuntirib qo'yinglar. Bo'ldi. Qur'onda shu sura Baqarniki bu 40-dan 43-chi oyat orasida Ya bani İsrail ezkuru ni'meti allati en'amtu aleykum ve awfu bi ahdi ufi bi ahdikum ve iyyaya farhabun. Ve aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum ve la takunu evvela kafirin bihi ve la teşteru bi ayati semanen qalila ve iyyaya fattaqun. Deganlik oxirsida andikin ve la telbisul haqqa bil batil ve taktumul haqqa ve antum ta'lamun deydi. Bunun özü İsrail evlatlarının özüne Tevratni evetkendan keyin Tevratni Musa alayhissalom orqali qilgandan keyin uningga o'zi mush Tevratga amal qilish haqida ulardan va'da olganda to'rteg'ini ko'rsatib turib mush to'rteg'ini o'zi xuddi beshinga tashyaptimi degandek qilib turib o'zi ulardan va'da olgan. Va'dangizga vafo qiling deb. Va yana o'zi uningga va aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum deganning o'zi yana shu Qur'oni Karimning o'zini ko'rsatib turib, men tushungan mush Qur'oni Karimga siz ishoninglar. Chunki nima qilsa u Qur'oni Karim sizlardagi kitoblarga o'xshash bir kitob. Buningga o'zi birinchi bo'lib kofir bo'lmanglar, Allohning oyatini ozg'in pulga sotmanglar deb kelib Alloh taolo va la talbisul haqqa bil batil va taktumul haqqa va antum ta'lamun deydi. Bu nima degan vaqtda boy deganga o'xshash haqni botil bilan pardozlamanglar. Yani hozirgi vaqtda jiqqu shunday ishlar, masalan, rivoyatlarni, fiqh arabning hikoyalarini akilib, uni o'zini haq ko'rsatib, o'sha haq din ko'rsatib bizning millatimizga shunday qilgan ishlar nihoyatda jiq. Uniki haq, ya'ni to'g'ri bo'lgan tarafi bo'lsa, mayli. Lekin u botil bo'lgan bir narsaning o'zini haq deb kishilarga bunday o'zi to'g'rimi shu bizning dinimiz, shu to'g'ri narsa, to'g'ri din deb botil narsani insonlarga to'g'ridan qatorda undaq ko'rsatmoqda. Va la talbisul haqqa bil batil va taktumul haqqa va antum ta'lamun deganimiz shu vaqtda sizlar haqni yapgan bo'lasizlar. Bilib turib haqni yapgan bo'lasizlar. Haqni batil bilan yepib, unidagi mana uning o'zini batilni haq bilan yepib, batil narsani haq qilib ko'rsatishingning o'zida haqni yapgan bo'lasizlar vaqtida. Bilib turib. Shuning uchun sizlar bu ishni qilmang deydi. Yani bu yerde nurgun programın başlayan vaqtida programını kedimizde sözlügen cihnesler var. Yani haq turuş meselesi, haqni qandaq amalga oshirish meseleleri, haqqi amal qilish meseleleri bu nihoyatda og'ir bir ish. Haq turush meselesi mi bek og'ir ish. Men shu tafsir o'qiyotgan vaqtlarimda shu nimaniki Lut alayhissalomniki ayoli kofirlar tarafga o'tib ketdi. Qur'onda bor bu. Masalan, Nuh alayhissalomning bir o'g'li kofirlar tarafda bo'ladi. Nuh alayhissalom qarshi. Bu shu oiladagi bir odamning o'zi shunday bir haq so'zni qilyotsa, shu odamni qandoq shu botil tarafga o'tib oladi deb meniki ichim pushaydi-da. Keyin biz shu programmani qildik, qilgandan keyin bizga kelib ketgan zulmlar, haqoratlar bu oilada mening bilan tusi bo'ldi-ku. Shu meniki baljaqinlarimning Facebook bo'lsin, Twitter bo'lsin, shu Instagram deymiz, shu narsalarga yezib, sen kofirning bolasi, sen murtad, murjining bolasi ekansiz deb ashlarga qilib ketgan zulmlar, haqoratlar haddi hisobsiz bo'lib ketdi. Misolda ayolimga bo'layotgan narsalar.
Həptilab gap qilmagan kunlarim bo'lib ketdi. Bu batıl aqidadagi insonlarda bu qadar rahimsizlik, bu qadar o'z sharafsizlik bu har qanday vaqtda bo'ldi keyin. Payg'ambar alayhissalom va butun payg'ambarlarning zamonasidagi shu sharafsiz insonlarga qarab men hayron qoldim. Bu bizni beshimizga kelgan vaqtda biz payg'ambarchilik bir ishni qilgan yerimiz yo'q. U payg'ambardek undaq o'z bir ishni qilgan vaqtda bir kun yashamayotganmiz deb qolaman-da. Misol. Bu qadar yani zolim, bu qadar nomard o'tirg'i chiq shu o'z haqvos shu narsanga o'zi dalil isbotini ko'rsatib o'tirg'i chiq deb necha qadam dedik. Undaq narsani o'tirg'i chiqarmoqlik. Ya'ni bu bundaq bir haqni so'zlab uning maydonida turish masalasimi bu ajoyib o'zi jasorat talab qiladigan shunday bir narsa ekan bu. O payg'ambar alayhissalomniki nima uchun men tog'ni o'zimni aytib olaman deb shunday holat kelib ketishning sababi nima degan vaqtda bu nihoyat og'ir kelgan masala bu. Bizni xotin bolalarimiz nima ishi bor u go'yilniki misol. Abduqodir Yapcan degan go'yning o'zim deydi-ku, xotinning taloq degan jalobning olisi. Og'zini buzib atdim demoqchi edi meni. Hayvon. Manga desa mayli, ma gaping xato, ma Qur'ondagi ma delilning sababidan desa u boshqa gap. Bir eg'iz delil ko'rsatmay turib u yerda meni xotin bolalarim haqorat qildi go'yning o'zi. Odam ba'zi vaqtda shunday demaydi hech qanday bu sohadagi gapni deymiz, lekin odam jiniga o'tgandan keyin payg'ambar alayhissalom qalam so'risi deydi-ku. Hammazim mashshaim binamim, o'tillim ba'di zalika zanim, zamalin va banin deb ashaning o'zida ashi dadisi yo'q xalqi. Nima degan bo'ldi desa bizning tilimizda jalobni olsa degan gap bo'ldi. Ashu xalqi bir mushrikni ashari shundoq nim qildi. Tabbat yada Abi Lahab degan ashilning o'zini so'zlash payg'ambar alayhissalomga o'ng'ay narsa emas. O'zining tog'isi to'g'riliq. Demak, jondan o'tgan vaqtda inson og'zini buzdigan gap. Biz ularning o'zini bu insonlarimizning o'zini tarixda biz mushuncha ular ziyonlarni tortib, mushundaq zulm qilib qilishimizning sababi mushu diniy sohada nurg'unlagan mush xato yo'lga menib ketganligimiz sababidan bo'ldi. Mushun to'g'rilab olayli. Bütün dini olimlar quli Qur'onni olsin. Tamam, zat biz yetkizimiz buning o'zini biz to'g'ri yetkizsa, biz mush minutdan boshlab to'xtaymiz bu ishning o'zidan. Asıl to'g'ri yetkizuvasi bizniki maqsadimiz ado bo'lgan bo'ldi. Desak, uning o'zini qilmaydi misol. Bir narsani to'g'ri qildi, nima? Xato qilding, ma'ning o'zi men oyat qarta xato deb bir tal dalil isbotni ko'rsatmaydi. Undan keyin bizga shunday haqoratlarni qilib, u menga shaxsan oilaning o'zida, menga shaxsan bo'lmaydi-ku. Bütün oila qarta shunday haqoratlarni qildik. Buning nima ishing vasiniki? Şu vaqtdagi payg'ambarlarning ayollari, baljaqlarimi ashundaq zulmga chidamay, ashundaq o'zi bo'lgan ishga deb men undan keyin tushundim bu ishning o'zini. Bu undaq o'ng'ay narsa emas-ku bu. Bu dunyoda bizniki bir odamdan chiroyli bir gapni anglab o'tishimiz, nihoyat oz sondagi insonlarni anglab o'tishimiz mumkin. Ölüp ketsek mi bizniki cinazımızga keldiğen adamlarını taptaylık. Bizniki muş dünyada qilgan xizmatimiz qilib qoldi. Millet o'ziniki milliy ruhi qaytsin. O'zining Uyg'ur millat ekanligini tunisin. O'zi Uyg'urib yashasin, Uyg'ur milliy ruhining o'zini qaytirildirsin. Arabga egashmay, o'ziniki rahbarlarga egashsin, o'zining olimlarini hurmat qiladigan bo'lsin. O'zining vatani, o'zining millati uchun kurash qila oladigan bir ruh o'zi yetilsin deb bu o'zi programma qilyapmiz. Vatan millat uchun. Agar o'zi shu botil din bilan vatan ozod bo'lgan shu bo'lgan bo'lsa, men yana og'zimni yumib turgan bo'lardim. Ozod bo'ldimi? Minglagan, 10 minglagan insonlarimiz mush o'ttir sharqqa chiqib o'lib ketdi. Nurg'un o'zi bolalarimiz, xotinlar tul qilib, nurg'un bolalarimiz egjoqsiz bo'lib hozir shunday yashayotgan ishlar bor. Buni qarayotgan odam bormi? Bunu kim vayron qildi misol? Mollal vayron qilmay kim vayron qildi millatni? Mana mushundaq o'zi insonlarning qo'lidan qutuldirib olishimiz kerak millatni. Desak, sen o'zi millatni orasiga nim qilding? Bo'lgunchilik solding. Nima uchun bo'lgunchilik solmaymiz biz? O batıl xato yo'lga ketayotgan insonning bir qismini bo'lsin, bu tarafga olib chiqishimiz kerak biz.
Hammani qaytara olamizmi? Bir qismini bo'lsa to'g'ri tarafga chiqish nima tortishimiz kerak-ku. Hammasi xato yo'lda shu g'arq o'lib ketish, to'p ketish kerakmi? Shu xurofotni so'zlaydigan, arabniki hikoyasini so'zlaydigan, mo'llar sababidan butun millat yo'q bo'lib ketish kerakmi bu yerda? Twitter'ga, Instagram'ga chiqsa, aşağının özde sen degan palani murjining, palani murtadning balasi deb balalarımga zulm qilishlardi. Bunda şerefsizlik bo'ladimi dunyoda? Endi sabr qilinglar, hammamiz sabr qilaylik. Hammamizga bo'ladi bu nimalar degandek. Endi nurg'un endi tarixlarda o'tib ketgan yangilik yaratgan yoki haqiqatni so'zlagan odamlarga nisbatan shundoq zulmlar keladi ekan. Amal yo'q. Chunki ularning az bir qismi aqlni ishlatadi, tafakkur qiladi. Ularning ko'pinchisi Allohga shirik keltirmay ibodat qilmaydi degandek oyatlar bormi shu? Alloh basirat ato qilsin. Ana ba'zi yaxshi inkoslarmi bor ekan hamda bizga malham bo'lgandek. Bayatin bir qarindishimiz yaxshi inkoslarni beribdi. Uning oldida yana ba'zi inkoslar bor ekan, uni bir o'qib o'tili. Islomdan Shah Mansur degan qarindishimiz ekan. Islomdan nima topdinglar Uyg'urlar? Allohimizdan bizga kelgandilar mehr shafqati zodilar tegmidi debdi. Uning davomi ekan. Bugungi kunda bu rivoyatlardan Uyg'urlarga nima hojati bor? Qani bu dimin millatimizga bo'lgan foydasi? Ko'chman xalqlar umrida bir masjid turg'izmisimi? Mustaqillikni oldi. Uyg'urlar bo'lsa eski chapon, eskicha. Uyg'urlar islom dinidan, Allohdan 1000 yildan ortiq vaqt hech bir yaxshilik ko'rmadi. Bunda tushuncha ega bo'lganlar bor, shu bularga nisbatan bu to'g'ri bir gapchi bu. Chunki har bir Uyg'ur buni o'ylash kerak. Zodi biz islom deb mush narsani qabul qilgandan keyin bizga nima foydasi bo'ldi? Degani o'ylagan vaqtida biz zaten foyda olamadik. Andan keyin bu islomning o'zini ikkinchi nimada Qur'on ko'rsatgan islom bilan hozirgi an'anaviy islomni bir-biriga selishtirib chiqish lozim. Selishtirgan vaqtda biz zodi Allah ko'rsatgan islom bilan menibdiqmi tarixdan buyon yoki bo'lmaydi arabga ergishib menibdiqmi? Buning o'zini tushunish lozim. Uning uchun biz devatimizki bu Qur'onning o'zini biz Arabning Qur'oni emas, Uyg'urning Qur'oni qilib, Uyg'urga manfaat yetkazadigan bir narsa holatiga kelish lozim. Uning uchun biz bu din orqali qoidadan o'zi Uyg'urniki milliy ruhini uyg'ota oladigan, u Uyg'urni Uyg'ur musulmon qilib o'tirib chiqara oladigan bir holatda bir Qur'on holatiga kelishimiz lozim. Har millat u Qur'onning o'zining milliy manfaati uchun o'zi nim qila oladigan, foydalana oladigan bir dastur holatiga kela olishi lozim. O faqatla hamma narsa Arabning manfaati uchun mundaq bo'lgan bir din bo'lib qolsa, u vaqtda bizga undaq dinning hech qanday keragi yo'q. Misol. Zaten biz bu Taza so'zlayotgan
Endi gaplarni davomlashtirishimiz lozim. Gap qilsa. Gaplar üzülüp qaldı. Eğer davam bolsa debesler. Shu bu Qur'onga kelgan vaqtda oxirimizniki degan no'g'ri. Nima uchun degan vaqtda u bir masalan boy degan oyatning o'zini yusabbitullohu allazina amanu bil qawli sobit fil hayati dunya va fil oxirah degan oyatning o'zidami Alloh taolo qiyomat kuni dunyo va oxiratda Qur'onga ergashib g'alaba qilgan insonlarning o'zini isbot qilib ko'rsatdi. Mana Qur'onga ergashgan insonlar g'alaba qilgan, sizniki g'alaba qilolmasliging bu Qur'onga ergashmaganligini to'g'ri ergashmaganligining isboti deb turib isbot qildiganligini boyatin birisi deb o'tdik. Ya'ni yig'ib aytgan vaqtda ash qarindishimizni degandek misolda biz tarixdan buyon Qur'onga ergashmaganligimizning isboti shu. Misol Sutq Bug'roning zamonasida shu qancha minglagan, qancha yuz minglagan shu xalqimizniki o'ltirilib ketishimi islomniki o'zi islomni to'g'ri qabul qilolmaganligining isboti. Nima uchun degan vaqtda Qur'oni Karimning ichida hokimiyatga bo'ysunib bo'ldi, bu diniy e'tiqodning o'zida u xohlagan e'tiqod turaversa, u hech qanday problem bo'lmaydi. Chunki payg'ambar alayhisalom zamonasida hokimiyat ostida yahudlar bo'lgan, mushriklar bo'lgan, mo'minlar bo'lgan, shuning hammasi islomga kirgan. Islom degan nima degan vaqtda u shu yerda o'z barpo qilingan tinchlik. Yani tinch bir jamiyat barpo qilish islomning o'zi. Uni din e'tiqodi, millati kim bo'lishini qattar shu jamiyatda tinchlik uchun has qo'shgan odamning hammasi muslim bo'lib hisoblanadi. Mo'min deganning o'zi Allohniki o'zi ishonishga tegishli bo'lgan narsaga, masalan, Allohga ishonish, farishtalarga ishonish, kitobga, payg'ambarlarga, oxiratga ishonish degandan iborat bu ishonish va namoz o'qish, ro'za tutishni qilgan odamlar mo'min bo'lib qarilgan gap. Şuna bu yerda payg'ambar alayhisalom zamonida bu masalalar kelgan vaqtdami payg'ambar alayhisalom hatto Abu Bakr, Umar u Allohning kitobiga, Allohga, payg'ambarga ishonmagan bo'lsa-mu, lekin shu tinchlikqa qo'l qo'ygan, bo'ldi sizlar bilan bir bayroqning ostida birga yashaymiz deb qo'l qo'ygan insonlarning hech birisini o'ltirmaganlik, birga yashaganlik bu dalil isboti bor bu yerda. Bunun o'zini bo'ldi desa, bizning vatnimiz kelgan vaqtda iymon etmaganni o'ltirish, murtad bo'lganni o'ltirish va kaza degan bu fatvolarning hammasini chiqishi nima degan vaqtda u mo'llulniki shu vaqtda bizning millatga solgan ziyonkashligi yoki shu vaqtda Abu Nasr Samani degan odam kelibdiki, shu Abu Nasr Samani degan odam shunday yomon niyatga kelganliginiki isboti hisoblanadi. Ya'ni biz yig'ib aytgan vaqtda islomni qabul qilgan tariximizdan boshlab bu narsaning o'zini to'g'ri qabul qilmaganmiz. Qur'onni qabul qilmay, arabning hikoyasini, ash Umayya, Abbosiya sulolasi zamonida yozilgan fiqhning o'zini qabul qilganmiz. Bizning ajdodlarimiz. Uning uchun bizniki vayron bo'lishimiz musharat kelgan. Agar biz Qur'onni, islomni qabul qilgan bo'lsak, u vaqtda birimizni o'ltirmagan bo'lardik. Hattoki shu tarixda kucha islomni qabul qilishdan burun selingan shu Budda nemasining o'zi shu Qizil ming öy demek şu değil mi? Ahmet yo'qolib ketdi. Ama meni ovozim uzilib qoldimi ya? Üzülüp kaldı. Qizil ming oyga kirmekçiler. Shu masalan kuchada shundaq 15-20 metr egizlikda shundaq butxalning bo'lganligi shu vaqtida keyin islomni qabul qilgandan keyin butunlay shu butxallar hammasi cheqilganda bo'lmasa Kabening o'zi nima deb payg'ambar alayhisalom Kabe nima Makkani fath qilishdan burun Kabening o'zi butxon edi. İçinde 360 tane butu var deb hamma yerda yozikliq-ku. Butni achiq taloq tashib o'tib lekin uning o'zini masjid qilib oldi. Masjid harom deb ataldi hozir. Misol. Misol shu vaqtning o'zida shu ajdodlarimiz sog'an ashundaq 15-20 metr egizlikdagi shu butxonniki ichidagi butni achiq tashib o'tib lekin
Onu cami qilib olgan bo'lsa, bo'lavergan gap, hozirgi vaqtda asorat qilmiz bo'ldi uni degan gap. Demakki bu dinning o'zini xato bir narsani din deb qabul qilib olgandan keyin bizniki tariximiz, madaniyatimiz, urf-odatimizni tortib bizga selayotgan ziyon haddi hisobsiz ziyon solgan misol. Hattoki milliy ruhimizga solgan ziyon. Uyg'urda qolib bo'lgan, men musulmon deb o'zini qilib ketgan, Uyg'ur deyishni nomus qildigan, mundaq bir holat shakllanib ketishlik insonlarda. Bundaq bir qarqo'saqlik bo'lamdi, bundaq qandaq bir nim bo'ldi misol shuni o'zi? Qandaq insonlik bo'ldi bu? Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtda bizning xalqimizniki dindan yomonlash haqqi bor. O din bizga nima yaxshini keldi deyish haqqi bor. Chunki zodi tariximizda islomni qabul qilgandan tortib hozirgachilik bir imperiya qurgan bir millat hozir yo'q bo'lish girdobga kelib qolishning sabablari hammasi nima degan vaqtda 70% ama şu dini sahada. Çünkü o ziyali degan tüngün paydo bo'lgan narsa o. Şuna bu yerdagi nima degan vaqtda asosan bu dinni qabul qilgandan keyin bu mollalar davomli millatni xurofiylikqa, tarki dunyolikqa chaqirib yurib, millatni maholatga keldi. Hozir shu keskitdan chiqinma to'g'ri yo'lga desa, chiqanma yurdi aşağıda. Her ziyalilar var. Aş mollaning aşağıda o'zi xato gapni qismi beshini ichiga tiqib o'ltirdigan gap. Şu insonlarga degan bu xato bo'lsiniki deydigan ikki odam o'tirib chiqmaydi. Bu qandaq bir insonlik misol. Nima? Tamam, Allah razı olsun. Endi anınga o'xshash savol qo'yganlar bor, uningga bir qator javob berib o'tdilar. Yeni birisiga odamning ko'nglini xushal qiladigan inkos yozganlar bor. O'sha Nig'mat Vali degan bir qarindishimiz bunda debdi. Qilayotgan xizmatinglardan millat rozi bo'lgusi. Rahmat sizlarga. Aqli hushini yo'qotgan odamlar bo'ladi ekan, haqiqatning kimda ekanligi, qo'llag'uvchilarining oz ko'pligi bilan aloqasi yo'qligini biladi. Debdi. Uningdan keyin aramızda shundoq odamlar borki, ularning ichi har zaman ochiq, hasadga to'lgan bo'ladi ekan. Zahirni kimga yaqin kelsa, shuningga chechib turmasa kuni o'tmaydi ekan, debdi. Yana birisida, yana shu birodar, ular oyig'i yetgan joyda kishilardan qusur izlab, kishilar ko'ngliga azor berib, shuningdan huzur oladi ekan. Ko'zi tushganla ish bo'lsa, shuningdan putoq chiqarib, ichidagi zahrini chashqisi keldi ekan, debdi. Bu shu asosan shunday ishlarning nimasini debdi-da. Ko'zi tamam, onu o'qib o'tdik. Burnini tiqqan burnini tiqqan ekan. Meningcha sizlar shu mening kesiliga giribdor bo'lgan jonivorlarning bildirlashlariga e'tibor bermasanglar yaxshi. Bu turdagilarning bildirlashlari e'tibor qilishga faqatla arzimaydi, debdi. Bizniki Nig'mat Vali qarindishimizdan rozi bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Bu qarindishimizning gap bo'lsa deb qo'ydi. To'g'ri gaplar, lekin biz inson bo'lish sifatimiz bilan o'zimizga haqorat qilinsa tamomda. Bizniki mushu bizning so'zlaganligimiz sababidan bizning baljoqimiz, urug' tuqqanlarimiz haqoratga uchrashi qanday masala misolda. Ularning hech qanday jamiyat qilgan gapi bo'lmasa, sen o'zi deydigan gaping bo'lsa, bizga desin, bo'ldi. Dalil isbotni akasin, to'g'ri bo'lsa, mushad omanna va saddaqna deb o'zi butun jamoatni oldida uning o'zini deb kechirim so'raymiz shu odamlardan. Sen bir og'iz gapning o'zini qilmay, u yerda butun o'z insoniyat qarib turib, insonning o'zini bizni xudni bilmaymiz shu o'yinligi, misol. Voy, zo'raningga.
Ağzından hem de akmagan poq akkız kipirdi. Ama bu bizge yaraşmaydı bu nesle. Onun için adamlar digis gelmeydi. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet vardı. Onu biz destek kılıp turolmaylı. Biz zulüm boşurganlar ağzının bazı gepler çıktıdık hem de bilip turatımız. Allah yanımızı keçirsin. Başka suallar ularga cevap verdik. Haq ve batılının biz bilen münasebeti nime üçün haq bilen batıl arasında tanlashqa muhtajmız. Karımız bolmasa qandaq boladi? Haq bilen batıl meselesinde bizning qandaq mecburiyetimiz var. Onu dep ötdiler, çiң turimiz dediler. Biz haqda çiң tumğanlıq üçün muşunga işki qız biz ne qilib qo'yayız? Oxirgi qeptiki. Biz haqda çiң tumğanlığımız üçün mushkun qilishimizning sababimi ashundan bo'lgan. Misolda, olmasa haqda çiң turgan bo'lsak, u vaqtda nima to'g'ri, mayli kimning gap bo'lishini qat'iy nazar. To'g'riga to'g'ri, xata muomala qilgan bo'lsak, bu yerdagi o'zi o'tirda ashundaq qalaymaqan so'zlar yurgan ash mollaning bu hozirgi zamonning o'zida bu qadar xo'rga o'sib ketmagan bo'ladi. Xato gap qilgan vaqtda ashada haqli so'zlarga ishkadan bo'lsa, nima deyapsa, hey? Degan gapni o'tganda anglab meniki necha kun uyqum kelmadi. Alloh taolo bizni hatto payg'ambarlardan yaxshi ko'rganligi uchun bu hozir Xitoyning qilayotgan zulmni bizga ravo ko'ribdimish. Bu qanday gap bo'lib ketdi endi bu? Bizga qanchalik zulm qilsa, u Xudo shunchalik yaxshi ko'rib ketganda. Mushuni ash bir mollaning o'zi desa, ashada qancha o'nliga, qancha yuzlagan insonlar borki, ey nima deyapsan va guyay? Biz Xudoning chapini yetib o'tibdikmi yo tamlig'ini evibdikmi? Degan ikki yig'iz gapni qilmaslik edi. Bu qanday insonlik misol? Xudoga biz qaz jinoyat o'tkazganligi uchun Xudo bizni bunday narsaga muftilo qildiki, demak Xudoning hech qanday ishi yo'q buning bilan. Yani Xudoga atib, Xudo berdi bizga, yani rahmat mush zulmni berganiga demek hem de milletinin özünü aşını kanaat kıldırıp teximi zulüm tassan, texim bek sevap oldu diye demekçi de. Nima deydi desizdik ha. Allah en yaxshi ko'rgan insonlarini eng mushaqqatli imtihon bilan sinaydi. Shunga biz degan yer yuzidagi eng baxtli, eng taqvo insonlarmiz. Bizning e'tiqodimiz nihoyat chin bo'lg'achqa Allah shundoq bizni sinovati deb Allohning zolimga, zulmga nima ko'rsatadi-da. Bularni ishongan Alloh qanday Allohimdi shu. Şununla millet bularning ağzından çıkan narsani din deb qaramaslik lazım. Din Kur'an'da, başka hiç qanday yerde din yok. Onun için o'zi unda qalaymagan so'zlar borgan, saqili bo'lsin, bo'lmasin, unda qadam so'zligini hech qanday Qur'onga asoslanmagan narsaning hech birisiga din deb qaramaslik lazım. Bo'ldi, yani kesilib ketsak, hozir nurg'a odam tillayotgandek turimiz. Endi sizlar bizlar o'zimizga chaqirmadik. Biz shu Qur'onga chaqirdik. Qulonli gibi Qur'onni elinglar ey insonlar. Bu din odamlariga emas, Allohning kalomiga, Allohning kitobiga, Allohning vahiysiga, uning birdan bir vahiysi Qur'on, undan boshqa vahiy yo'q. Aqlinglar ishitinglar. Sura Yunusning 10-surening 100-oyatida mahluqotlar ichida, jonliqlar ichida eng ashaddiy pastkash narsa aqlini ishlatmaganlar. Aqlingni ishlatsanglar, tushunildi bu Qur'onni. Bir tushunib, bir o'qinglar jenim, qarindoshlarım dedik. Shu gapimizga endi mushunchalik talabati qilyapmiz. Qolganimda haq botil yo'lni tanlash ham insonniki o'zining ixtiyorligidagi ish. Javobni o'zi beradi. Biz deydiganda deb qo'ydik, beshimizga nima kelsa ko'ramiz endi shu. Qolgani xalq o'zi Qur'on bilan ko'zini ochib, aqlini beshiga elib
başkalarının kuluğa burnudan çölök ötküzüp tutkuzup koymay, üzünün iradesi bilen haqiqi la ilahe illallah dese, buladı başka bir iş yok amca şu. Biz bunundan payda tapmayımız, bunundan bir pul tapadigan bir yerimiz yok amca şu. Hemmimizin tapgan narsa özümüzge yet aşılı. Doğru. Ahmetcan başka gapsiz bolsa, qılыңlar, bolmasa bek 2 saat bulup keledi dediňler. Boldu. Meýlemse. Hemmimiz sabr qylaýly. İnnallâhe ma'as sabirin digen ayetni bir-birimizge inşirah, bir-birimizin kalbige bir inşirahlyk, azady kıldygan, huzurga çykyrdygan bir-birimizniki destekçisi, yardımçısı bolup ötümüz inşallah. Allah razı olsun. Fidaýla ikramdynma. Allah razı olsun. Rahmetlik ustaz. Boldu, Allah'a emanet. Allah'a emanet. Dawaz kaderli gyryndaşlar, bugünkü Kur'an nazary programımyzdaki 75-nji sany ýene mişede tügedemde inşallah. Keyinki sanlyk programda 76-njy kysymda görüşämiz. Yaxşı görgen bolsaňlar gyryndaşlarga tewsiýe kuýuňlar. Biz üzümizge emas, Kur'an'a çakyrypatymyz. Kur'anny kullanlygy eliňler, okuňlar, düşünüňler, emel kılıňlar. Allah'ın özüge emanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a emanet.